Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Hamma tinch, omonmi, salomatmisizlar? Imtihon oldi kayfiyatlar qanday? Duxni biton qilib ko'ravering. Juda oson savollar. Tavakkalchi ham mana shundan 10 tadan ko'p ishlab qo'ysa bo'ladi. Kamida 10 ta ishlasa bo'ladi. Mana shu video yechimlar yaxshilab bir ko'rib chiqsangiz bo'ldi. Ichidan aylanib kelib tushyapti. Bu 3-darsimiz bo'lyapti. Umuman shu imtihon savollari bo'yicha. Ikkinchi darsimizda bu to'ldirilgan variant, ikkinchi darsimizda savollar bor edi-ku. O'shalarni to'ldirilgan varianti ichidagi savollar bo'lsa, qisqacha ishlaymanda, ikkinchi testda buni to'liq tushuntirganman. Ikkinchi testga qarang deb ketaveraman. Tushunarli? Yangilari bo'lsa, yana to'liq qilib, boyagi ehtimoliy variantlar bilan qilib beraman. Misol uchun mana 1, 2, 3lar o'tgan safargi ikkinchi testimizda bor. Bu katta ehtimol bilan yangilanganlar 19-kuni kelib tushgan. Qarang. Bir xil yo'nalishga yo'nalgan, ko'ryapsizmi? 6 bilan 1300 natijani so'rayapti. Aytganmiz bular hammasini. Ikkinchi darsda bu to'liq tushuntirilgan. Bir xil yo'nalishda bo'lsa qo'shiladi, qarama-qarshi, tik, hammasini aytganmiz. Qarama-qarshi bo'lsa ayras, mana bunaqa tik bo'lsa 90 gradus bo'lsa Pifagor teoremasi. Bu 6 kilonewton deyapti mana uni. Mana 1300 degani qarang, 1.3 kilonewton bo'ladi. Yana shundan ham aytib ketaman, chunki bunday narsa bo'lyapti, qarang. Newtonda kelib sizga kilonewtonda so'rasa, uni mingga bo'lib yuborishingiz kerak. Mana qarang. 1300 ku bo'lasiz mingga, bu kilonewtonga o'tib qoladi. Demak, Newtonda turgan narsani mingga bo'lib yuborsangiz, kilonewtonga o'tadi. Bu 1.3 kilonewton bo'ladi mana. Kilonewton. Javobini kilonewtonda so'ragan-ku. Shuning uchun biz qarang, javobini kilonewtonda so'ragan bo'lsa, kilonewtonda berilganiga teginmaymizda narigisini o'zgartiramiz. Agar javoblar newtonlarda turgan bo'lsa, newtonlarda turganda edi. Bunga teginmaslikda buni o'zgartirardik. Chunki javobga qaraymiz-da. Endi qo'shing ikkalasi. Mana bu ham kilonewton bo'ldi, bu ham kilonewton bo'ldi. 1 3 ga 6 qo'shilsa 7 3 bo'ladi mana javob. Agar newtonda so'raganda bular ichidan 7300 degan javobni izlab topar edik. Chunki mana 6 kilonewtonni endi 6 ko'paygan 1000 deb olardik-da. Kilonewtondan newtonga o'tmoqchi bo'lsangiz 1000 ga ko'paytirib yuborasiz. Ketdimi? Xo'p, bu ham shu. Men bir xil yo'nalishda 6 kilonewton 150 newton. Javoblar kilonewtonda. Demak, qaysini o'zgartiraman? Kilonewtonga teginmayman, narigisini o'zgartiraman. 150 ni mana bo'lasiz 1000 ga. Bu bo'lsangiz 0.15 bo'ladi. 0.15 bo'ladi. Ana endi uni 6 ga qo'shib yuborsangiz, 6 qo'shilgan 0.15 mana 6.15 bo'ladi. Siz javob misol uchun. Agar hozir qarama-qarshi deganda ayirib tashlardik. 6 minus 0.15. Tushundingizmi? 5.85 kilonewton bo'lardi. Mana shunaqa. 3 ga qarang. 5 kilogramm qiy tekislik bo'ylab yuqoriga F kuch ta'sirida 4 tezlanish harakatlanmoqda. Ishqalanish yo'q ekan. O, qarang, zo'r-ku, ishqalanish bo'lmasa oson bo'lib ketadi. Yana ham. Massa 5 kilogramm. Qarang, o'tgan dars mana shuni tushuntiruvdim. Mana shunaqa variantlarni aytib beruvdim. Katta ehtimol bu 19-kuni kelib tushgan. 20, 21, 22 lar mana shunaqa kelib qolishi mumkin. Har xil variantini ikkinchi darsda ham tushuntirganman. Sinus alfa 0.6 deydi. Qarangda, shu sinus alfani nima deb berish mumkin yana desangiz, qiyaligi deb beradi. E'tiborli bo'ling. Qiy tekislikni deydi, qiyaligi 0.6 deydi. Qiyaligi desa, u nima ekan deb o'tirmang. Sirazi sinus alfa deb keting. Sinus alfa 0.6 bo'ladi. Mana jism qiy tekislikda turibdi, qarang. Qarang, jism turadimi, pastga tushib ketadimi, tepaga tortamizmi? Farqi yo'q. U pastga qaragan bitta kuch bo'ladi. Har doim bo'ladi-da mana shu kuch. Mg sinus alfa degan kuch. Ya'ni Mg ga mana burchakning alfasi bo'ladi-ku. Shuni sinus ko'payadi mana. U pastga qarab tortadi. Tushundingiz-a? Jism yuqoriga ketadimi, pastga ketadimi, joyida turadimi, farqi yo'q. Mg sinus alfa degan kuch har doim pastga bo'ladi. Endi biz uni tepaga qarab tortib ketyapmiz. F kuch qandaydir A tezlanish bilan tortyapti, deyapti. Qarang. Tezlanish qayoqqa bo'lsa, o'shanga teskari yo'nalishda MA degan kuchni qo'yib olasiz. MA degan kuch A ga teskari bo'ladi. Nima uchun desangiz, mana qarang. Avtobusda turibsiz. O'rindiqlarda joy qolmagan, tikka turibsiz. Avtobus birdan oldinga tezlashsa nima qilasiz? Orqaga ketasiz-ku. Birdan oldinga tezlanish A olgan paytda sizni orqaga MA degan kuch tortadi. Endi oldidan birov tap etib o'tib qoldi, birdan tormozni berdi. Tormoz bergan paytda avtobus tezlanish orqaga bo'ladi. Sekinlashyapti-ku, orqaga bo'ladi-da, siz qayerga ketasiz paytda? Ketasiz mana bunday qilib oldinga qarab. Shunda sizni oldinga endi MA tortadi. MA degan kuch tortadi. Shuning uchun A ga MA teskari tursin har doim. Endi qarang, bitta dinamikaning oltin qoidasi bor-da. Bir xil yo'nalishda kuchlar qo'shiladi-da, qarama-qarshiga tenglab qo'yiladi. Bu A, bu kuch emas-da, bunga
Bunga qo'shmaysiz bir-biriga. Faqat kuch haqida gap ketyapti bu yerda. Ema kuch, mana kuch va mana bu kuch. 3 ta kuch bor bu yerda. Demak, sizni qiladigan ishingiz mg sinus alfaga emani qo'shib f ga tenglab qo'yish. Mana teng f. Bu ham to'liq tushuntirilgan o'tgan darsimizda qarab olsangiz zo'r bo'ladi. 5 j 10 ga teng bilasiz. Sinus alfa 0,6 deb bergan. Mana massamiz yana 5, a ni 4 deb bergan. Mana 4 tezlanish. Teng f. Mana buni hisoblasangiz 30 bo'lyapti. Buni hisoblasangiz 20 bo'lyapti. Javob 50 mana siz javob. Xo'p, endi qarang, tezlanishsiz sizga endi keyingi safar tushib qolishi mumkin. Tezlanish bilan emas, prosta tekst tortish kerak desa nima bo'ladi? Tezlanish bo'lmagandan keyin mana uni o'chirib tashlaysizda bu yerdan. Shunda f teng mg sin alfani o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni pastga bitta kuch, tepaga bitta kuch bo'ladi. Mana bu bo'lmaydi-da. Tezlanish ham yo'q. Bu ham yo'q bo'ladi. Tepaga qaragan kuchni pastga qaragan kuchga tenglab qo'yasiz, bo'ldi. O'z dinamikani mohiyati shundayda, akalar, qarang. Qarama-qarshimi bo'ldi tenglanadi. Agar qarama-qarshida bir nechta bo'lsa-chi, shu bir xil yo'nalishdagilar bir-biriga qo'shiladi. Keyin bu tomonga qaraganlar ham bir-biriga qo'shiladi-da, ikki tomon bir-biriga tenglab qo'yiladi o'rtada. Qiyin narsa emas, oson, tushunib olish kerak bo'ldi. Agar shu yerda hozir ishqalanish ham bor deganda, ishqalanish kuchi pastga qarab qolgan bo'lar edi mana ishqalanish kuchi. Uni formulasi qanaqa desa, bu mg sinus alfa sudurovchi kuch, ishqalanishga mu bo'ladi, ishqalanish koeffitsiyenti. Unda ham mg bo'ladi, mana bunda ham mg bor-ku. Prosta bu sinus emas, bunda kosinus bo'ladi. Kosinus alfa bo'ladi ishqalanishda. Endi qarang, xo'p, tepaga tekst tortayotgan ko'raylik. Birinchi mana qarang. Shu jismni tepaga tekst tortyapmiz deyapti. Mana bu sudurovchi kuch, mana bu ishqalanish kuchi. Mana bu sudurovchi kuchda, mana nomi shunaqa, sudurovchi kuch deyiladi bu. S. Nima bo'ladi? O'zingiz aytinchi formula, menimcha hamma tushunib olib qo'ydi. Bir xil yo'nalishdagi kuchlar qo'shilib bunga tenglab qo'yiladi. O'sha bizdan so'ralayotgan kuch, demak, mana sudurovchi bilan ishqalanishning yig'indisiga teng bo'ladi. Endi yoyib o'tirmadim mana, ya'ni mana bu bilan mana buni yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni bunga buni qo'shasiz. Agar tepaga tezlanish bilan tortdim desa, pastga yana ema degan kuch ham bo'ladi-da. Endi qarang, 3 ta strelkani qo'shib bunga tenglash kerak. Bu yoqqa emani ham qo'shib qo'yasiz. Bo'ldi. Qiyin emas. 4. O'tgan safar kelgan ikkinchi testimni to'liq tushuntirganman. Poyezd uzunligi 400, ko'prik uzunligi 150 metr. Poyezd to'liq o'tishi uchun qancha yo'l bosadi? Qo'shib qo'yasiz ikkalasini. Ha, voy, bundan oson yo'q-ku. Aytdim-a, chunki boyagi ko'prik, poyezdmi, avtobusmi ham ko'prik uzunligini o'tish kerak, ham to'liq o'zi chiqib ketguncha ham yo'l yurish kerak-ku. Shuning uchun ikkalasini qo'shasiz mana. Tunnel, ko'pirmi, tunnelning farqi yo'q. Men uzun poyezdni birinchi vagoni mana tunnelga yetib keldim mana. Men birinchi vagon. Shu birinchi vagon poyezdi tunnelga kirayotgan paytda bo'ldi, start boshlanadi. Shu birinchi vagonimda tunneldan chiqqan paytda poyezd chiqib ketdi deya olasizmi? Yo'q. Qachon chiqib ketdi deya olasiz? Oxirgi vagoni 10 ta vagon desak, mana 10-vagoni ham chiqib ketgan paytda birinchi vagon mana bu yerda turibdi. Xo'sh. Oxirgi vagoni ham tunneldan chiqib ketgan paytda siz chiqib ketdi deya olasiz. Demak, start qayerda boshlansa, finish qayerda tugatilsa, demak, mana uzunlik bilan mana uzunlik qo'shilib qolayotgani aniq bo'lib turibdi-ku, mana qarang. Bu yerda, ya'ni birinchi vagon shunday kirishni boshlaganda start boshlanadi, oxirgi vagon chiqib ketganda bo'ldi, to'liq chiqib ketdi deyiladi. Agar buni tezligini bersa dedim o'tgan safar, s teng vt ga qo'yiladi dedim. S da o'sha umumiysi olinadi. Umumiy yozim, masalan 400 150 bo'lsa 550 metr olasiz. Poyezd harakatlanish tezligini beradi, qancha vaqtda chiqib ketadi deydi. Yo falon vaqtda chiqib ketgan bo'lsa, poyezd qanday tezlik bilan harakatlangan deydi. V ni so'raydi. S teng vt oddiy formula, ancha qiyin emas. Mana Pascal, kilopascal aytdim-a? Har qanday paskalmi, newtonmi, wattmi, joulmi farqi yo'q. Kilosiga o'sha birlikni kilosiga o't deyaptimi, mingga bo'lasiz. O'sha qanaqa birlik bo'lsa ham kilosiga o't deyapti, o'shani kilosiga, kisiga o't deyapti, mingga bo'lasiz. Endi k-sini berib bunga qaytayotgan bo'lsa ko'paytirasiz. Misol uchun mana 4.1 kilopascal, kilonewton. Qancha newton deyapti? Ko'paytiring mingga, tamom. 4100 bo'ladi. Endi sizga bergan mana 30.000 newton. Qancha kilonewton desa, bo'lar ekansiz mingga 30 kilonewton bo'lar ekan. Endi qancha meganewton bo'ladi deyish mumkin. Meganewton desa endi mingga emas, 1 millionga bo'ladi. Ya'ni 6 ta nol bo'lish kerak mahrajda.
Chunki mega degan million degani. Tushundingiz? Agar endi keyingi testlarda sizga kilopaskalga emas, megapaskalga o'tkiz deb qolishi mumkin. Buni kattaroq beradi misol uchun. Shu 600 o'zi turgan taqdirda ham 600 ni 6 ta 0 ga bo'lsangiz 0.3 ta 0 dan keyin 6 keladi-da. Endi bu matematika. Mana, misol uchun qarang. 5400 paskal necha kilopaskal? Bo'ling 1000 ga bo'ling. 5400 1000 ga bo'ling 504 bo'ladi. Mana javob. Voy, tavakkalchilar ham tushunib ketyapti-ku, to'g'rimi? Har qanday ko'chadan o'tib ketgan luboy odamni qarab oring deb tushuntirsa tushunib qo'yadigan narsa-da. Men tavakkalchiman, bilmayman deb o'tirmaslik kerak. Mana darsni ko'rish kerak-da, maksimal ishlab chiqish kerak. U qarash kerak savollarga. Вообще prostoy savollar bor ichida. Yorvorsangiz bo'ladi. Fizikadan sal tayyorlangan bo'lsangiz 15 ga yaqinlashtirib tashlaysiz bo'ladi. Agar fizikangiz normalniy bo'lsa, 30 ga yaqinlashtirasiz. Bemalol. Aytdim-ku, bu yil test topshirish kerak ekan fizikadan. Xo'sh. Demak, tushundingiz, agar kattaroq son berib mega newton, mega paskal, megawatt, mega joule ga o't desa, demak 1 millionga bo'lasiz. Kiloga o't desa, nima qilasiz? Xo'p, endi qarang, bu milliga o't deb qolishi mumkin. Shu variantlarini beramiz sizga. 600 paskal. Endi u qancha milli paskal bo'ladi deyish mumkin. Endi naborot bo'lmaysiz, bu milli kichkina-ku. Paskalda kelgan bo'lsam, endi buni mingga ko'paytirib yuborasiz. Ana milli paskalga o'tdi. 600 ming bo'ldi. Tushundingizmi? Yoki misol uchun sizga aytayapti. 43 newton qancha milli newton bo'ladi deyapti. Milli yoki mikro deydi, yoki bunaqa deyman, bunaqa mu newton deydi. Bunda ham bunaqa mu paskal deyish mumkin, farqi yo'q. Mu paskal. Endi nima qilasiz? 43 ni ko'paytirasiz mingga. Bu kichkinasi o'tyapti-ku, mana uzr, mana mikro edi, bu milli emas, bu mikro. Bu 10 - 6. Agar bunaqada so'rasa 1 millionga ko'paytirib yuborasiz shuni. Bu yana 3 ta 0 ga ko'payadi yana. Agar boyadaqa mu da so'rasa, agar milli da so'rayotgan bo'lsa 1000 ga ko'paytirib yuborasiz. Misol uchun 43 ming milli newton bo'ladi. Endi boshqacha variant berish mumkin, misol uchun 4000 milli paskal necha paskal deydi. Endi millidan paskalga o'tmoqchisiz. Yana 1000 ga bo'linadi. 4 paskal bo'ladi, milli paskal. Tushundingiz-a? Xuddi millimetrdan metrga o'tayotganda gapda 3 millimetr desa, metrga o't desa 3 millimetrni 1000 ga bo'lasiz. Tushundingizmi? Agar 2 metrimiz necha millimetr bo'ladi desa, 2 metrni 1000 ga ko'paytirasiz millimetrga o'tmoqchi bo'lsangiz. Mana qarang, mana kelgan 200 milli paskal necha paskal? Millidan paskalga o't deyapti. 200 bo'lingan 1000 deysiz. Teng, bu paskalga o'tdi. 0,2 mana B javobda turibdi. O'pish yozib beraymi shuni, qarang. Kichkina nima deyman? Milli paskal deb ketaveramiz, mayli. Milli paskaldan paskalga o't deyapti. Nima qilar ekansiz? milli paskalni bo'lasa ekan 1000 ga. Bu nima bo'lar ekan? Paskalga o'tar ekan. Xo'p, endi paskaldan milliga qayt desangiz, endi ko'paytirasiz. Milliga paskalga ko'paytirsangiz 1000 ni, bu milli paskalga o'tib ketadi mana. P farqi yo'q. Tushundingizmi? Endi sizga aytayapti, bu ketdimi? Shuni oling. Paskaldan kilopaskalga o't deyapti. Nima qilasiz? 1000 ga bo'lasiz. Mana paskalni yana 1000 ga bo'lasiz. Kilopaskal bo'ladi. Qisqasi qarang, kichkinadan kattaga o'tayotgan paytda bo'linadi. Kattadan kichikka o'tayotgan paytda ko'paytiriladi. Xo'p, endi kilopaskalda bergan paskalga o't deyapti. 1000 ga ko'paytirib yuborasiz endi. Endi u paskalga o'tib ketadi mana. Tushundingizmi? Paskaldan megapaskalga o't deyapti. Endi nima qilar ekansiz? Paskalni bo'lasiz 1000 ga emas, 1 millionga bo'lasiz. Shunda megapaskalga o'tadi. Megapaskalda kelsa-chi, ko'paytirasiz 1 millionga. 1 million deb yozib qo'yaman. Shunda bu paskalga o'tib ketadi. Mana shunday gaplar, akalar. Jism 1 sekundda 4 marta tebranish qildi. O'tgan qarang, ikkinchi mavzuda buni ehtimoliy hamma variantini tushuntirganman. Davrning formulasi T taqsim n. Bo'ldi, aytayapti. 1 sekundda 4 marta tebrandi deyapti. 1 sekundingiz 4 ga bo'lsangiz 0,25 chiqadi. Endi chastotani so'rab qolsa, chastotaning teskarisi n taqsim T. 4 marta tebrangan 1 sekundda. Demak 4 Hz bo'ladi. O'zi davr bilan chastota bir-biriga teskari bo'ladi. 1 taqsim nu. Mana. Sizga chastotani 10 deb davrni so'rasa, demak 1 taqsim 10 bo'ladi. 0,1 bo'ladi davri. Yoki chastotamiz 0,5 deyapti, davri top deyapti. 1 dan 0,5 ga bo'lasiz, davr 2 chiqadi misol uchun. Keyin mana 1 sekundda emas, 1 minutda deb qolsa-chi misol uchun.
1 minutda 4 marta tebrandi degandachi. Endi men vaqtga 1 da olmaysiz, minutdan sekundga o'tib olishingiz kerak. Minutda turmaydi, sekundda turish kerak. Ya'ni 60 ga ko'paytirib olasiz, sekund chiqadi-ku shunda. 15 chiqqan bo'lardi agar. Qarang, 15 yo'q ekan. Agar 1 minut deganda, 3 minut deyman, necha minut desa ham minutda kelsa sekundga o'tib oling, 60 ga ko'paytiring. 9 ham o'tgan safar kelgan bu. Buni ham to'liq tushuntirib berganman. Yuqori ikkinchi video darsni bitta ko'rib olsangiz, bu narsalar to'liq tushuntirilgan. Nur sirtga 80 gradus deyapti. Mana aytdim, sirt degani bu oynani sirti mana bu. Mana oyna. Bitta normal tortiladi, 90 gradusdagi chiziq. Sirtga 80 degani mana bunday kelyapti mana. Sirt mana bu. Bu yoqda 80 deyapti. Umumiy me'yor 90 ni berish kerak. Shunda mana bu 10 bo'ladi. Shunaqada o'zi normal bilan mana bu 90 ni berish kerak. Biladiganlar bildi. Endi so'ragan narsasi, qaytgan nur normaldan qaytgan nurning normaldan qaytish burchagi. Qaytgan nur. Xo'p, bu 10 gradus bo'lsa, qaytgan nur ham simmetrik bo'ladi. 10 gradusda o'zi bo'ladi. Mana, bu yog'i 80 bo'ladi. Bir xil bo'ladi-da. Keyin aytganman, o'tgan darsimizga qarasangiz, men oyna agar burilsa deganman, u variantlarni ham tushuntirganman. Mana bu oynamda qiyshayadigan bo'lsa, masalan, mana shu oynamda pastga qarab aytaylik, 20 gradusga burildi desa, mana bu qaytayotgan nur bor-ku, undan 2 barobar katta pastga yotib yoradi. Bu 40 gradus bu yoqqa yotib yoradi. Tushundingizmi? Agar 35 gradusga oynamda burildi desa, oynamni qiyshaytirish mumkin-ku, men oynani qiyshaytirish mumkin-ku. Oynani 35 gradusga qiyshaytirdim desa, mana qaytgan nur 70 gradus pastga yotib yoradi. 2 barobar, ya'ni oyna burilgan burchakdan 2 barobar katta burchakka qiyshayadi. Oynani pastga qiyshaytirayotgan bo'lsangiz, boyagi nur ham pastga qarab qiyshayadi. Oynani naborot ko'tarsangiz, boyagi nur ham tepaga qarab ko'tarilib ketadi. Baribir shu 2 barobarga farq qiladi. 2 barobar ko'payib ketaveradi. Qaytgan nur 2 barobarga ko'p buriladi. U yoqqa bo'lsa ham, bu yoqqa bo'lsa ham. Shu oynani qiyshaytirgan tomoningizga qarab qiyshayadi ham. Faqat 2 barobar katta burchakka qiyshayadi. Tushib qolsa maza qilasiz, ishlaysiz. Qarang, tushgan nur bilan qaytgan nur orasidagi burchak. Qarang, yana kelyapman. Normal. Mana tushgan nur, mana qaytgan nur. Ikkovi bir xil bo'ladi. Ya'ni mana orasida mana burchaklar bir xil bo'ladi. Общini 40 deyapti. Shunda demak bular 20 dan bo'lishi aniq bo'ldi. Qaytish burchagini toping. Mana qaytish burchagi 20. Endi berish mumkin. Mana qarang. Tushgan nur bilan qaytgan nur orasi 40 gradus deydi. Qaytgan nur bilan ko'zgu orasidagi yoki sirt orasidagi burchakni top deydi. Bu 20 ligini bilganingizdan keyin bu 70 ligini topib qo'yaverasiz. Chunki mana bu общий 90 ni berish kerak. Mana bu yerdan normalgacha 90 mana shu oraliq. Mana shu oraliq 90 chiqish kerak. Tushundingiz-a demak? Oyna chizasiz, normal chizasiz, ishlab ketaverasiz. Qiyin emas. Bitta oyna chizib, bitta normal chizasiz. Tushgan nur, qaytgan nur. Demak bu tushgan nur bilan oyna orasidagi burchak, qaytgan nur bilan oyna orasidagi burchak ikkovi teng bo'ladi. Bu tushish burchagi, bu qaytish burchagi. Bu ikkalasi ham teng bo'ladi. Misol uchun sizga aytayapman, mana uni 50 gradus deyotgan bo'lsa, demak mana 40 bo'ladi. Bu ham 40 bo'ladi, bu ham 50 bo'ladi. Oson. Jism yas ko'zguga, ko'zilmas ko'zga 8 tezlik bilan yaqinlashmoqda. Jism va uning tasviri orasidagi nisbiy tezlik qanday bo'ladi? Kecha sizga aytdim, mana oyna turibdi o'rtada. Mana bunday qilaylik. Mana men oynaga 8 bilan yaqinlashsam, mana Hasanim ham 8 bilan menga yaqinlashadi. Ikkalamiz bir-birimizga qarab kelamiz deb aytgandim. Bir-birimizga nisbatan 16 bo'lib ketadi. Yerga chizib qo'yamiz, mayli. Oddiy har kuni ertalab trimoningizdagi oynaga qarayapsiz mana. Siz turibsiz bu yerda. Siz bunga 8 tez bilan yaqinlashsangiz, bu yerda jo'rangiz bor-ku, Husaningiz. U ham 8 bilan yaqinlashadi oynaga. Siz taq etib peshanangizga urilgan paytda buni ham peshanangiz kelib orqa tarafdan urilishi kerak. Demak, bir-biriga nisbatan desa 16 bo'ladi. Bunga nisbatan. Chunki aytganmiz, qarama-qarshi bo'lib qolyapti-ku 8 bir-biriga. Qarama-qarshidan nisbiy tezliklar qo'shiladi-da. Agar bir xil yo'nalishda bo'lib qolsa, nisbiy tezliklar ayriladi. Xo'p, endi bu yoqqa qarab 7 tezlik bilan uzoqlashyapti desachi, bu ham 7 bilan uzoqlashadi bu yoqqa. Bir-biriga nisbatan baribir 14 bo'ladi. Mana o qarama-qarshi-yu, mana o qarama-qarshi emasmi? Ikkovi ham bitta narsa, farqi yo'q. Ko'plar shuni tushunmay qolar ekan, qarang. Mana qarama-qarshi. Hozirroq kutib tursangiz, bunday bir-birining oldidan o'tib ketadi-da, mana bunaqa bo'lib qoladi-ku, to'g'rimi? Bu qarama-qarshi emas deganimi? Bir xil deganimi bu? Ikkovi ham qarama-qarshi degani. Endi qarang. Bu 8 bilan oynaga yaqinlashyapti dedi, mayli. Endi mana o tasvirni, mana tasvir jonivorni oynaga nisbatan tezligi desa 8 da o'zi bo'ladi. E'tibor bering, chunki oyna bu yerda harakatlanayotgani yo'q. Bu tasvirni bunga nisbatan degani uchun 16 bo'lib ketdi hozir.
E'tiborli bo'ling-da. Ko'zguga, oynaga nisbatan desa, shuni o'zi bo'ladi, nisbiy tezligi ham, boshqasi ham. Buyumga, mana odamga nisbatan tasvirni tezligi desa, 16 bo'lib ketadi. Musbat quv va manfiy zaryadlar orasida ta'sir etuvchi kulon kuch qanday bo'ladi deb. Qarang, o'zi zaryad ikki xil bo'ladi. Plus, minus bo'ladi. Bilasizlar, ikki xil ishorasi bo'ladi. Musbat, manfiy. Keyin tushib qolishi mumkin. Shu musbat manfiyga bo'lishni fanga kim kiritgan? Misol uchun, endi zaryad aniqlangan paytda ikki xilligini bildi. Xo'p, endi shuni musbat manfiy deb kiritgan. Agar o'sha paytda x, y deb kiritgan paytda hozir ham x, y deb o'rganardik. Musbat manfiy nimaligini bilmasdik, misol uchun, zaryadga nisbatan. O'sha paytda musbat manfiy degani uchun hozir biz musbat manfiy deb o'rgandik. Tushunyapsizmi? AB deganda A zaryad, B zaryad deb ketgan bo'lardik. Shu musbat manfiyga bo'lishdi. Shu qulaylikni kim kiritgan fanga, fizikaga desa, bilasizmi? Bilmaysizmi? 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma biladi uni. $100 kimda rasmi bor? Bir atam bor-ku, kal. Benjamin Franklin. Ana shu Amerika nechinchidir prezidenti bo'lgan, ham u fizik olim bo'lgan. O'sha kiritgan fanga. Benjamin Franklin. $100 esda qoldi-yu menimcha, любой odamda esda qoladi bu savol menimcha. Pul desa esda qoladi-da. Endi xo'p, qarang, ikkita plus bo'lsa bir-biridan qochadi. Magnitda sinab ko'rgansiz. Magnitda ikkita n qutbi bir-biriga yopishmayman deydi, qochadi. U ikkita musbat degani. Ikkita s qutbi bir-biriga yopishmayman deydi, ular ham qochadi. U ikkita manfiy degani, misol uchun. Demak, ikkita musbat bo'lsa qochadi bir-biridan. Ikkita manfiy bo'lsa ham bir-biridan qochadi, yo'q deydi, bor nariqa deydi. Musbat manfiy bo'lsa bir-biriga tortishadi, bu yoqqa deydi. Mana. Bir-biriga yopishishga harakat qiladi. Anolar bir-biridan qochishga harakat qiladi. Demak, musbat va manfiy bo'lsa, mana tortuvchi kuch bo'ladi, tortuvchi. Qachon 0 ga teng bo'ladi desangiz, qarang, bittasi musbat deydi, bittasini zaryadi 0 deydi. Buni orasida mana bu 0 ga teng bo'ladi tortish kuchi. Ya ikkita zaryad ham 0 deydi. Musbat emas, manfiy ham, umuman zaryad yo'q deydi. Bularda tortishmaydi. Aniqlab bo'lmaydi degan javob yo'q, lekin bu xato umuman. Bu javob bo'lmaydi. 0 ga teng bo'lishi mumkin, qachon zaryad bittasini zaryad bo'lib, ikkinchisiniki bo'lmasa. Ishoraning farqi yo'q. Misol uchun manfiy bo'lib, buni zaryadi bo'lmasa ham tortishmaydi, umuman 0 ga teng bo'ladi. Yoki ikkalasini zaryadi umuman bo'lmasa ham 0 bo'ladi. Bularni tushundingiz endi. Summali klassning masalasini toping. Mana birinchisi qarang-da, takrorlanyapti. Bu 17-kuni kelib tushgan savol o'zi mana shu. 17mi, 16mi kelib tushgan. M nolavoy molyar massa taqsim Avogadro. Molyar massani mana bunaqa qilib belgilash ham mumkin. Suv molekulasi deyapti. Suv molekulasi bu H2O ku, H2O. Boyagi jadvalda bor, ana imtihonda beriladigan formulada bor bu. Suv nima? Molyar massasiga sirazi qaraysiz o'shanga. 18 buniki, 18 10 darajasi -3. Molyar massasi. O'sha imtihonda sizni qo'lingizga berayotgan formula shpargalkani ichidagi moddadan beradi, boshqa modda bermaydi. Bemalol qo'rqmang. Demak, qo'yamiz 18 10 darajasi -3 ni qo'yasiz, bu daraja 6 10 darajasi 23. Bo'lib yuboring bir-biriga, 23 tepaga minus bo'lib chiqadi faqat. Mahrajdagi daraja tepaga manfiy daraja bo'lib chiqadi, ya'ni -23 bo'lib chiqadi. 18 ni 6 ga bo'lsa 3 bo'ladi. Bu nima bo'ldi? Minusga minus 26 bo'ladi. Mana B javob. 14 ga qarang. Jism boshlang'ich 5 bosh tik pastga otildi. Oxirgi sekundda 50 metr yo'l bosdi. Uning umumiy balandligi. Xo'p, yaxshi, qarang. Bundan savol kelibdi. O'tgan ikkinchi darsimizda, va ikkinchi video darsimizda bundan masala yo'q edi. Buni endi men to'liqroq tushuntirib beraman. Oxirgi sekund, birinchi sekund, n'inchi sekund desa mana bunaqa formula bor. Hn teng J taqsim 2 qavs ichida 2n minus 1 degan formula bor. Bu qachon desa, bu boshlang'ich tezliksiz erkin tashagan paytda mana v0 0 ga teng. Prosta tashaverasiz, bo'ldi. Olma uzildi daraxtdan o'zi. O'zi uzilsa v0 0 bo'ladi. Xo'p, buni qisqartiroq qilib J taqsim 2 5 deb berarki, J 10 ga teng-ku. 5 2n minus 1 qilib formula qilib yodlab qolsangiz bo'ladi mana. 5 2n minus 1. Qiyin emas-a? Yo'q, qiyin emas. Xo'p, endi pastga v0 bilan otilsa-chi, mana bizning masalamiz shunaqa. Pastga v0 katta 0, misol uchun 5 mi, 10 mi, 100 mi? v0 bilan otilsa nima bo'ladi desangiz, qarang. Xuddi shu formulani kopiya qilasiz. Prosta tak oxiriga v0 qo'shib qo'yasiz. Qiyin emas ekanmi? Yo'q, qiyin emas. v0 qo'shasiz. Bo'ldi, tamom. Xo'p, endi yuqoriga otilsa-chi? Yuqoriga otilsa nima bo'ladi? v0 bilan otilak yuqoriga. v0 teng 0 bilan yuqoriga otilishi mumkinmi? Qanday bo'ladi bu?
nima demoqchiman? 1 so'msiz bozordan molmi, moshinmi sotib olish mumkinmi demoqchiman. Nimadir bo'lsa sotib olasiz, to'g'rimi? Cho'ntagingizda. Nimadir tezlik bersangiz, keyin tepaga ko'tariladi. Vanaloy teng 0 bilan yuqoriga otish. Oq lekin qora degandek bo'lib qoladi. Mana uni ko'tar lekin ko'tarma degandek bo'ladi. Mana ye lekin yema degandek bo'lib qoladi-da. Ham vanaloy 0, ham tepaga otish kerak ekan. Unaqa bo'lmaydi. Bunda nima bo'ladi desangiz, endi prosta mana shu formulaga qarang. Yuqoriga bo'lsa sekinlashadi, shuni oldiga shunday minus qo'yib qo'ying bo'ldi. Bu yerga kopiya bo'ladi. 2n minus 1 i plus vanaloy bo'ladi. Tushundingizmi? Yuqoriga bo'lsa shu oldiga manfiy qo'yib qo'yishni o'rgansangiz bo'ldi. Yoki boshqacha variant qilib beraymi? Vanaloyni oldinga yozib qo'ying, vanaloy minus bo'lsin. 5 2n minus 1. Yuqoriga mana qarang, buni joyini almashtirsangiz ham hech narsa qilmaydi. Pastga tashalgan paytda vanaloy plus bo'lsin, mana 2n minus 1. Mana pastga vanaloy bilan otilgan paytda mana shu formula bo'lsin. Yuqoriga otilgan paytda shu formulaning o'rtasi minus bo'lsin. Bu birinchi variant sizda esda qolishi uchun. Ikkinchi variant, bu holatni agar bu holat sizga ma'qul bo'lsa, mana shu formula bo'lsin, faqat mana bu ortda minus bo'lsin. Xohlasangiz mana bu ikkalasini yodlab qoling, bu bilan buni yodlab qoling. Xohlasangiz bu ikkalasini yodlab qoling. Bizga farqi yo'q. Ana endi masalaga o'tamiz. 5 tezlik bilan pastga otilgan, oxirgi sekund degan paytda o'sha n-chi sekund tushuniladi. Tushunib oling shuni. Oxirgi sekund, birinchi sekund, boshlang'ich sekund degan paytda eslab qolyapsiz. Oxirgi sekund, birinchi sekund, boshlang'ich sekund o'sha formulaga tushadi. Mana bunga qo'yamiz. Demak, mana uni aytganimizga 55 deb, 50 metr degani 50 metr ekan. Mana unga 50 qo'yamiz. Mana bunga 50 teng. Hozir mana unga qo'yib mayli. 5 plus 5 2n minus 1. Bu 5 bu yoqqa minus bo'lib o'tsin birinchi, 45 bo'ladi. Ayirma bo'lib o'tadi. 5 2n minus 1. 5 bilan 45 qisqaradi, 9 bo'ladi bu yerda. 2n minus 1. Bu minus 1 bu yoqqa plus bo'lib o'tadi, 10 bo'ladi. 10 teng 2n bo'ladi. n teng 5 chiqdi. 2 bu yoqqa bo'lish bo'lib tushadi-ku. n teng 5 degani bu vaqt, bu 5-sekund ekan. Demak, n 5 degani umumiy 5 sekundda tushdi degani. Endi boshlanishdan balandlik toping deyapti. Agar erkin tashlanganda j(t) kvadrat taqsim 2 bo'lardi. Agar boshlanish bilan otilsa, shunga vanaloy t ni qo'shib qo'yishingiz kerak. Qiyin emas, a? Erkin tashlandi, boshlanishingiz yo'q desa, mana bu formula. Bu formula. Va ekspert degan yopiq guruhimizda bu haqida to'liq ma'lumot, mavzu o'tilgan. Bu to'liq mavzu qilib o'tib berilgan, bilasiz, ekspert guruhida borlar bor, yopiq guruhimizda. Bu qanaqa guruh desa, ustozlar, studentlar, abituriyentlar va litseyga topshiruvchilar umumiy universal qilib ochganmiz. Hamma uchun o'sha o'zini imtihonigacha tezkor tayyorlov guruhi. Milliy sertifikat bo'lsa, milliy sertifikatgacha, attestatsiya bo'lsa, attestatsiyagacha, imtihongacha hozir faqat imtihongacha kuch beryapmiz. Undan keyin milliy sertifikat attestatsiya bo'yicha ketadi. Bu ma'lumotlar milliy sertifikat attestatsiya uchun ham sizga foydasi tegadi. J 10 T 5 qo'yamiz, chunki men 5 sekundda tushgan ekan-ku. Vanaloy nimaga teng? 5 edi boya ko'rdingiz. Bu ham 5 sekundda tushgan. Buni hisob kitob qilsangiz mana u. Xo'sh. Mana 25 kara 5 mana u. 125 bo'ldi qisqasi mana shu yer. Plus mana bu yerda yana 25 bor. 150 metr ekan общий balandlik. Bizda shunaqa javob bor mana. Tushundingiz-a, demak bu mavzu uncha qiyin emas. Endi sizga aytadi, mana qarang. Jism deydi, erkin tashlab yuborildi, erkin pastga tashlab yuborildi. Bu degani vanaloy 0 degani. Vanaloy 0 ga teng. 3-sekundda necha metr yo'l yuradi deydi. 3-sekundda yurgan yo'lini toping deb. Qani ishlab ko'ringchi, yuqorida formulasini aytdim. Videoni darrov orqaga qaytarish boshladingizmi? Eslab qolmaganmi deysiz? Qarang. Bu aytdimki, j taqsim 2 keyin 5, 2n minus 1 mana. Shunga qo'yib yuborasiz mana. 5 bu formula o'zgarmaydi. Mana shu endi o'rniga qo'yasiz. 3-sekund deydimi, 8-sekund deydimi, endi o'rniga o'sha sonni qo'yib yuborasiz. 5 2 ko'paytirilgan 3 minus 1. Nima bo'ldi? Bu ichi 5 bo'ldi, bu ham 5. 25 metr yo'l yurar ekan 3-sekundda. Qarang, bu nimani o'zi topyapmiz? 3-sekund nima u desangiz, 1 sekundda men balanddan tashlab yubordim jismni. Qarang, balanddan tashlab yubordim. U yerda boshlanish tezligi yo'q, lekin bu yerda tezlikka erishadi. Borgan sari tezlikka erishadi-ku. Borgan sari tezlik oshib boravergandan keyin 1-sekundda aytaylik, mana kamroq yo'lda yuradi.
Ikkinchi sekundda undan ko'proq yo'l yuradi. Uchinchi sekundda mana qarang, ko'proq yo'l yuradi. To'rtinchi sekundda u ketadi, pastgacha, ancha katta yo'l yuradi. Tushunamizmi? Mana birinchi sekundini topamiz. Boyagi formulaga qo'yamiz. 5 2n minus 1. Shu formula bo'yicha ketaveramiz. n ga 1 qo'ying-da. 5 metr yo'l yurar ekan. Mana ichi 1 bo'lyapti 5. n ga endi 2 qo'ying. 2 qo'ysangiz 15 metr bo'lyapti. 3 bo'lyapti 3 ga. Endi 3 qo'ysangiz, boya necha chiqdi? 25 metr chiqdi. 4 qo'ysangiz nima bo'ladi? Pastga qarab 45 metr bo'lar ekan. 4 qo'ysangiz to'xtang. 4 qo'ysangiz 35 bo'lar ekan, uzr. 35 metr yo'l yurar ekan. 5 qo'ysangizchi 45 metr yo'l yurar ekan. Qarang, 10 ga oshib ketyapti. 5, 15, 25, 35, 45. Ha sizga. Endi bu tushunarli-a? Erkin tashal desa mana bu formula. Mana shu 2n minus 1 formula. Faqat o'sha n ga nechinchi sekund desa shu n sekund qo'yiladi. 8-sekund desa n o'rniga 8 qo'yib hisoblab qo'yasiz. 2 kara 8 minus 1 17 bo'ladi. 5 kara 17. Ketdi. Xo'p, endi v0 bilan otilsa-chi pastga. v0 teng 15 bilan otildi. Endi hisoblab ko'ramiz. Birinchi sekundi qancha bo'ladi, ikkinchi, uchinchi. Formula endi nima bo'lyapti? v0 ga qo'shib qo'yapmiz. 2n boyagi. Keyin minus 1, 5 ni bu yoqqa yozsangiz ham bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerga yozdingizmi? Buni davomiga yozib qo'ydingizmi? Qarang. Mana bu boya nima bo'ldi? 5 metr bo'ldi. Hisob-kitob qildik-ku, 1 qo'yganda 5 chiqdi. Endi unga 15 ni qo'shasiz. Demak, birinchi sekundda 20 metr yurar ekan. Endi bu 2 qo'yganimizda necha chiqdi boya? 15 chiqdimi? Endi shunga 15 qo'shib qo'yasiz. Bunga 2 qo'yganimizda, nima chiqdi? 3 15 bo'ldi. 15 30 bo'lyapti. Ikkinchi sekundda. 3 qo'yganimizda necha chiqdi boya? 3 qo'yganimizda mana. 35 chiqdimi? 3 qo'yganimizda 25 chiqdi. 25 ga buni qo'shasiz. Xo'sh, 3 qo'yganimizda 25 chiqdi. 25 ga 15 ni qo'shib qo'ying. Qancha bo'ladi? 40 bo'ladi. Demak, qarang, oshib ketyapti. U 20, 30, 40, 50, 60 mana shuni oshib ketyapti. Pastga qarab. Hozir misol uchun necha qo'yasiz? 7 qo'yib ko'ring mana. 2 kara 7 14, 14 dan 1 dayrasi 13, 13 kara 5 65, 65 ga 15 80. 7-sekundda 80 ketyapti. Endi yuqoriga otilgan variantini ko'ramiz. Yuqoriga otilgan v0 bilan. v0 misol uchun aytaylik 40 tezlik bilan otilgan. Birinchi sekundda desa, demak, formula qanaqa edi? Endi v0 minus edi 5 2n minus 1. 40 minus qilib qo'yamiz. Boya hisoblaymiz yana. Birinchi sekundda bu necha chiqdi birinchi sekundda? N ga 1 qo'ysangiz 5 chiqdi. 35 metr yurar ekan demak birinchi sekundda. 2 qo'ying endi. Mana shu 40 ayrilgan ketaveradi-da. 2 qo'yganingizda necha chiqdi boya? 15 chiqdi. 40 dan 15 ni ayirib tashlaysiz. Xo'p, 3 qo'yganingizda necha chiqdi? 25 chiqdi. 25 ni ayirib tashlaysiz. 4 qo'yganingizda necha chiqdi? 4 qo'yganingizda 35 chiqdi. 35 ni ayirib tashlaysiz. 5 qo'ysangizchi. 5 qo'ysangiz 45 chiqdi. 40 dan 45 ni ayirsangiz, o'sha bu nima bo'ldi? O'zi 40 bilan otsa 4 sekund eng balandga ko'tariladi-ku, u 5-sekundda pastga qarab 5 metr yurgan bo'ladi. Minus 5 chiqyapti-ku. Minus 5 chiqyapti, nima degani u, qarang. Bu o'zi 4 sekundda ko'tariladi. Keyin o'sha 4 sekunddan keyin orqaga qarab qaytishni boshlaydi. Bular 5 sekund edi-ku. 5 sekundda u minus 5 chiqdi degani orqaga qarab 5 metr yurib qo'ydi degani. Tushundingizmi? Endi orqaga qaytishi. Boyagi birinchi shartga tushaveradi-da. v0 teng 0 bilan pastga tashalgan variantga tushaveradi. To'g'rimi? Qarang, 40 bilan otgansiz. Eng balandga chiqib qoldi, keyin tezligi 0 bo'lib, 0 dan yana pastga qarab boshlaydi-ku. Xuddi boyagidek v0 teng 0 bilan tashavardik degan bilan bir xil bo'lib qoladi-da. Har qanday katta tezlik bilan otmang, eng balandga chiqib qaytayotgan paytda qaytishi boya boshlanish tezliksiz erkin tashalgan bilan kopiya bo'lib ketaveradi pastga qarab. Xo'sh, 14 mana shunaqa variantlari bor ekan. Qarang, siz ekspertning yopiq guruhimizda bo'lmasangiz ham mayli, bu to'liq mavzu qilib o'tib berilgan yerda chiroyli qilib eng kerak joylari. Vertikal harakat mavzusini bitta takrorlab oling, bo'ldi. Demak, vertikal harakatdan masala keldimi, keyingi kunlar ham kelib qolishi mumkin. Mana yana bitta bor.
Jism boshlang'ich 5 tezlik bilan pastga otildi, oxirgi sekundda 40 metr yo'l yurdi. Endi buni o'zingiz ishlab ko'ringchi, 50 metrni ishlab berdim. 40 ni endi o'zingiz ishlayingchi. Bitta ishlab ko'ring qani. Videoni pauzaga qo'yib, men keyin ishlab davom ettirib beraman sizga. Xo'p, 40 teng 5 plus bu yerda ham 5 bo'ladi. 2 n minus 1. 5 bu yoqqa o'tadi 35 bo'ladi. 5 2 n minus 1. 5 bu yoqqa bo'lsangiz 7 bo'ladi. 2 n minus 1. 1 bu yoqqa musbat o'tadi 8 bo'ladi. 8 teng 2 n bo'lyapti. N teng 4 chiqdi. Bu 4 degani 4 sekund vaqtda tushgan umumiy degani. Endi boyagi formulaga qo'yib yuborasiz. V nolvoytini boshiga yozsangiz ham mayli, davomiga yozsangiz ham mayli, hech kim urishmaydi sizni. Biz ham maqtaymiz. V nolvoy 5 ana turibdi, 4 sekundda tushgan mana. Mana bu 10 ga teng, vaqtimiz 4 kvadrat taqsim 2, 16 bo'ladi, 160 bo'ladi, 2 ga bo'lsangiz 80, 80 ga 20 ni qo'shib yuboring, 100. 100 degan javob bizda B javobda. 16 ga o'tib ketamiz, qarang. Massa shuncha jism uchun tez harakatlanmak, bu kinetik energiyasini toping. Bu вообще xalqaro olimpiadalarda tushadigan savol. Bu olimpiadada bu masala tushib qolibdi testimizda. Kinetik energiya formulasi mv kvadrat taqsim 2. Bundan oson yo'q-ku. Massa 1/2, tezlik 5 kvadrati. 2 ga bo'lar ekansiz. 1/2 ko'paygan 25 taqsim 2. 1/2 ni 2 ga bo'lib yuboring 0,6 bo'ladi. 0,6 ko'paygan 25. Xo'p, buni osonroq hisoblab chiqish yo'li bormi? Bor. 0,6 ko'paygan 25 50 taqsim 2 deysiz. 0,6 ni yana 2 ga bo'lasiz, 0,3 bo'ladi. 0,3 ko'paygan 50 bo'ladi. 50 ni 0 ni mana yo'ga bersangiz, virgul yo'qoladi. 3 kara 5 bo'ladi. 15 ekan javob mana. Ya matematikada mana shu yerdan keyin o'z meni ishim tugaydi mana bu yerdan keyin. Ya o'zingiz ishingiz boshlanadi. Xo'p, endi qarang. Xo'p, kinetik energiyadan kelibdimi? Demak, potensial energiyadan kelib qolishi mumkin keyingi safar. MJH deydi mana. Aytasizga 4 metr massa deydi, 4 metr balandlikda 3 kilogramm massali jism turibdi deydi. Potensial energiyasini top. MJH 3 kilogramm massaga 3 qo'yasiz, J har doim 10 ga teng, H ga 4 qo'yasiz. Mana 120 ekan joule bo'ladi birlik. Oddiygina. Yoki sizga aytayapti, bir baland qoya turdi deydi, qoya deydi, qoyaning uzun chuqurligi deydi 120 metr deydi. Qoya chetida deydi 5 kilogramm massali tosh turibdi deydi. Endi yerga nisbatan balandlik 120 metrda turibdi-ku. Mana shuni potensial energiyasini top deydi. Bo'ldi-da deysiz, MJH massaga 5 kilogramm, J ga 10, H ga 120 metr olasiz. Qarabsizki 6000 joule chiqyapti. Endi stop deysiz. Javoblar jouldami, kilojouldami? Joule bo'lsa 6000 deb belgilang. Kilojoule bo'lsa, boya aytdimmi? Bunaqa paytda kiloga o'tish uchun 1000 ga bo'lasiz. 6 kilojoule bo'ladi. 6 ni belgilaysiz agar. Bunda akalar qarang, 6 ham turadi, 6000 ham turadi-da, eng yomon tomoni. Siz 6000 chiqdi bo'ldi, chiqqaniga xursand bo'lib belgilab bosib olsangiz, birlikka qaramasangiz, pishdi, shuncha ishlaganingiz bir tiyin bo'lib ketdi. Men ko'p aytaman, bilimi zo'r odam 30 ta ishlay olmaydi, bilimi zo'r bo'lib e'tiborli bo'lish kerak. E'tiborli bo'lsa 30 ta ishlaydi. O'shanaqa birliklarga nima deyapti o'zi, masala shartiga to'liq tushunib olish kerak. Bir xillar bo'ladi, bilimi zo'r, lekin shoshadda masala shartini to'liq tushunmaydi. Shoshib tez ishlayman deydi. Shoshganda qayoqqa borasiz? Bir 5 sekund yo 10 sekund erta ishlaysiz, lekin xato ishlaysiz. 10 sekund kech ishlang, to'g'ri ishlang. Imtihon bir marta imkoniyat beriladi. To'g'rimi? Titel varaqi ham bir marta kelasiz. Titel varaqani buzib qo'ysangiz Toshkentdan kelgan u sizga DTMdan bir marta, nazoratchiga boshqa berib yuboring desangiz, sen jinnimisan deydi. Bir marta kelgan deydi. Yirtma, bo'yama boshqa joyini deydi. Titel varaqa bir marta beriladi. Tushundingizmi? Xuddi shunday bemalol ishlab ketsangiz bo'ladi bunaqa masalalarni. Hech qachon shoshib ishlamang. Shoshgan odam yutqizadi. Mana qarangda, telefoningiz hali qanaqadir S nechidirmi bo'ladi, telefonlar Samsung qanaqadir. Men nomlari ham bo'lar. Samsung S1 bola. Qisqasi, yetib kelgan telefonda, qisqa qilib aytsam. Qotadi misol uchun. Xotira to'lib qolganmi yo o'zi yetib kelgan qotyapti. Siz shoshasida qarang, shoshasida Telegramga kiraman deysizda galereyaga kirib ketasiz. Telegramga kirib nimadir jo'natmoqchi edingiz. Yoki naborot, galereyaga kirmoqchisizda shoshasiz, tez kirmoqchi edingizda qo'lingiz bilmasdan yonma-yon turadi Telegram bilan galereya. Anoda ekranda. Telegram bosib yubordingiz.
Endi u nazarni bosaverasiz, bitib qotadi, o'rtani bosib chiqib ketasiz, yana o'chirib tashlaysiz, qaytadan vaqtingiz ketdi, to'g'rimi? Ko'p odamni boshidan o'tgan holat-a shu. Undan ko'ra shu 1 sekund, 2 sekund shoshmasdan shu qo'lni sal sekinroq qilib, shu galereyani ustiga bosganingizda kirib ketardi. Shoshdingizda nariga yondan ustiga bosib yordingiz, endi bosib o'tiribsiz, qotib qolgan mana bunaqa qilib. Keyin o'rtadan bosib chiqib ketib, qaytadan kirib, shuna avara bo'lib qolasiz. Shuning uchun shoshmaslik kerak hech qachon. Ancha tanish holatmi? Xo'p, qarang. Endi sizga bitta energiya haqida ma'lumot berib o'raylik. Kinetik energiya nima desangiz, kinetik energiya faqat shu harakatlanayotgan jismda paydo bo'luvchi energiya. Uning uchun massa bo'lish kerak, tezlik bo'lish kerak. Massasi tonna bo'lib, tezligi 0 bo'lsa ham kinetik energiya bo'lmaydi. Siz aytadi, 40 tonnali poyezd tinch turibdi. Bo'ldi, tamom, kinetik energiya yo'q. Kinetik energiyaning formulasiga qarang, akalar, bundayda. Formulada yo'q narsadan birontasi yo'qmi, bo'ldi, 0 bo'ladi. Xo'p, misol uchun, massasi yo'q narsaning o'zi yo'q-ku. Bir abituriyentlarga savol berdimda, nimani massasi 0 ga teng desamda, bittasi turib salafanni deydi. Oq salafan paket bor-ku, magazinga borib, ana elektron tarozini ustiga salafanning o'zini qo'ygan bo'lsam, sifir chiqmagan bo'lsa, massa ko'rsatmagan bo'lsa 0 deb o'ylayapti. U degani massasi 0 degani emas. Kamroq bo'lgani uchun ko'rsatmadi. U elektronda ham massasi bor, u salafan 16 ta tog'day bo'lib ketadi u massasi. Demak, massasi 0 ga teng bo'lgan narsa yo'q desam, bitta narsa bor. Foton degan narsa bor, yorug'lik nurini tashuvchi zarralar. O'sha fotonni tinchlikdagi massasi 0 ga teng faqat. Qarangda bitta narsasiga, nazariya. Quyoshdan Yerga har yili milliardlab, trillionlab fotonlar keladi. Yorug'lik nurini tashuvchi narsa foton bu. Yorug'lik nuri ham o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Shu foton degan mayda zarracha bor. Ya'ni tasavvur qiling, mayda to'pchalar bor. Mayda to'pchalar bor, ruchkaning uchidagi shargiga o'xshagan, zapasning uchidagi. Shunaqa milliardlagan mayda to'pchalar olib kelyapti yorug'lik nurini. Faqat keyin olimlar aytgan, xo'p, milliardlab fotonlar o'sha yorug'lik zarrachalar yerga kelib tushayotgan bo'lsa, nega yerning massasi kattarib semirib ketib qolmayapti? U quyoshdan juda katta miqdorda foton kelib tushadi-ku. Keyin aniqlasa, foton tinchlikda massaga ega bo'lmas ekan. Olib kelar ekan, bo'ldi, yo'q bo'lib ketaverar ekan. U faqat dastavchik ekan, yetib kelgandan keyin yo'q bo'lib qolaverar ekan. Tushundingizmi? U faqat yetkazuvchi ekan, bo'ldi, kelib shunday qayergadir uriladi, yer sirtiga kelib, daraxtgami, yergami, bargami, sizni betingizgami kelib yorug'lik uriladi-ku. Urilgan paytda u mavjudligini yo'qotar ekan foton. Shuning uchun fotonni harakatda massasi bor, faqat tinchlikda massasi yo'q deb ketilar. Shunaqa. Ya'ni olib keladi, o'zi yo'q bo'lib ketadi. Ispareniya parlanib ketadi deb tushunasizmi? Yo'q bo'lib ketadi. Faqat olib keladi, o'zi yo'q bo'ldi. Butun fizika bo'yicha, butun yer koinot bo'yicha demak fotonni tinchlikdagi, buni ham harakatda emas, tinchlikdagi massasi 0 ga teng. Boshqa har qanday narsa massaga ega. Million barobar kichkina elektrondan ham million barobar kichkina kvant zarralar deysizmi? Ularda ham massasi bor. Chumoli odam degan kinoni ko'rgansizmi? Kvant olamga tushib qoladi-ku, juda maksimal darajada kichrayib ketadi-da, kvant olamga tushib qoladi, bunday bir chuvalchangsimon bir nimalar orasiga tushib qoladi. Ularda ham massa bor. Xo'p, demak shunday, massa, tezlik bo'lgan paytda kinetik energiya paydo bo'lar ekan. mv kvadrat taqsim 2. Ham massa, ham tezlik bo'lsin. Massa trillion bo'lib, tezlik bo'lmasa foydasi yo'q. Xo'p, potensial energiya bo'lish uchun-chi? Potensial energiya bo'lish uchun balandlik bo'lish kerak, mgh bo'lish kerak. Tushundingizmi? U yerga tegib turibdi, mana yer sirtida turibdi u jism desa, demak massa bor, j tortyapti, lekin balandlik 0 ga teng. Yerda yotibdi, foydasi yo'q, demak potensial energiyasi 0 bo'ladi uni. Endi qarang, xo'p, ma'lum bir balandlikka olib chiqqanmiz mana. Toshni patologga ilib qo'yganmiz mana. 3 kilogramm tosh, yerdan patolog bo'lsa 3 metr balandlikda turibdi, 3 kilogramm. Potensial energiyasi bormi? Bor. Nega? Balandlik bor chunki. Massa endi bo'lar ekan, massa bo'lmasligining iloji yo'q ekan. mgh deysiz. 3 kilogramm j ga teng, balandligi ham 3 metr. 90 joule chiqyapti. E'tiborli bo'ling, shuni kilojoulda so'rab qolsa nima bo'ladi? Agar 90 joule chiqdi, lekin masalan shartda kilojoulga so'ragan. Farqi yo'q, necha bo'lishidan qat'iy nazar 9 bo'ladimi, 9000 bo'ladimi, 1000 ga bo'lasiz. Jouldan kilojoulga o'tish uchun 1000 ga bo'lasiz. Men nollarga javob berib yoraylik, 9 ni 100 ga bo'ling, 0.09 kilojoule bo'ladi misol uchun. Agar kilojoulda so'rasa. Endi qarang, yana bitta variant bor-da, massa energiyada. Ham balandlikda, ham uchayapti bu. Tasavvur qiling, mana qo'lingizdagi toshni otib yordingiz yonga qarab. Ham qo'lingiz yerdan ma'lum bir balandlikda, ham tezlik bor-ku. Endi bu yerda akalar to'la energiya degan narsa maydonga chiqadi.
Bu yerda V ham bor, I balandlik ham bor. H. Buni otganmiz yuqoriga qarab. Yoki bunday bir qarang, yerdan 2 metr balandlikdagi stol bor. Stolning ustida mana sharikcha dumalab ketyapti. Bunday dumalab ketyapti mana. Tushundingizmi? Bir stol mana. Uzun stol bor. Stolning ustida sharikchani dumalatib yubordingiz. U stol yerdan 2 metr balandlikda. Buni massasini aytaylik 1 kilogramm deyman. 3 tezlik bilan dumalayapti deyman. Tushundingizmi? 1 kilogramm 3 tezlik bilan dumalayapti yerdan 2 metr balandlikdagi stolning ustida. Endi shunaqa vaziyat kelib qoldi. Buni kinetik energiyasini toping desa, o'sha m v kvadrat mana taqsim 2 mana m v kvadrat taqsim 2. 9 ni 2 ga bo'lasiz 4,5 bo'ladi. 3 kvadrati 9 ku. 2 ga bo'ldingiz 4,5. Xo'p, buni potensial energiyasini top desa, tamom o'sha mgh. mgh 1 kilogramm joulga teng 2 metr balandlikda turibdi. Bo'ldi. 20 joul potensial energiyasi bor. Endi qarang. Shu shar dumalayapti. Aynan buni kinetik energiyasi, potensial energiyasi emas. Energiyasini top desa yoki to'liq energiyasini top desa, ekoni qo'shib yuborasiz endi. Nega desangiz, bunda ham kinetik energiya bor, ham potensial energiya bor. Tushundingizmi? Ekoni qo'shib yuborasiz. Tushundingizmi? Bunday narsa tushuntirib berman sizga, qarang. Sizda sariq toshlar bor, oq toshlar bor. Ya sariq bilan qora bor. Sariq toshlar 10 ta, qora toshlar 20 ta. Sizdan so'rayapti, bu kistangizda 10 ta sariq tosh, bu kistangizda 10 ta qora tosh bor. Endi sizdan aytayapti, shu odamda nechta sariq tosh bor desa 10 ta deydi. Shu odamda nechta qora rangdagi tosh bor desa 20 ta deydi, to'g'rimi? Aniqki rangini aytayapti sizga. Rangi bilan so'rayotgan. Ya'ni sizga aniqki shundan kinetigini so'rayapti. Yo shuni potensialini so'rayapti, o'zini topasiz. Endi o'sha odamda nechta tosh bor desa nima deysiz? 30 ta deysizmi? Yoki o'sha odamda umumiy nechta tosh bor desa nechta deysiz? 30 ta deysiz. Bu ham shunaqada, mana shu dumalayotgan sharchada kinetik energiyasini toping yo potensial energiyasini toping demagan, shu sharchaning energiyasini toping degan, qo'shib yuborasiz 24,5. Yoki shu sharchani to'la energiyasini, umumiy energiyasini toping degan. 3 xil variant aytayapman akalar, qarang. Prosta tak energiyasini toping deyish mumkin. Energiyasini toping degan paytda sizga imенно kinetigini toping yo potensialni toping demayapti. Ekoni yig'indisi, umumiysini aytganda bo'ladi-da. Energiyasini toping deydi, to'la energiyasini toping deydi yo umumiy energiyasini toping deydi. Qo'shasiz. Aynan urg'u berib kinetigini toping desa 4,5 javob, aniq 100%. Aynan urg'u berib potensialini toping desa 20 javob bo'ldi. Boyagidek bo'lsa qo'shib yuborasiz. Qiyin emasmi? Qiyin emas, tushunsa bo'ladi. Xo'p, 17-savolga bitta qarab o'raylikchi. Yeteng roji, jiro. Bu solishtirma ana bu. Solishtirma qarshilik bu. Bo'lsa y taqsim ro. Tok zichligi mana. J teng y taqsim ro to'pa-to'g'ri mana. Bu ro solishtirma qarshilik, zichlik emas. Endi shu nima deyapti? O'lchov birligini toping deyapti. Sizga o'tgan safar aytganmiz, tok zichligining birligi amper taqsim metr kvadrat. Chunki buni o'zining asosiy birligi I taqsim S edi-ku. I taqsim S edi. I ni amper, buni metr kvadrat. Amper taqsim metr kvadrat. Qarang bitta narsa. I teng U taqsim R zanjirni bir qismi uchun Ohm qonuni. Buni hamma yodlab qoldi menimcha. Bu zanjirni bir qismi uchun Ohm qonuni. To'liq zanjir uchun Ohm qonuni qanaqa bo'ladi desa, E yuka taqsim katta R plus kichkina R bo'ladi. Bu to'liq zanjir uchun Ohm qonuni. Bu bir qismi uchun, bu to'liq zanjir uchun. To'liq. Xo'p, bu kuchlanish, bu qarshilik. Bu nima desangiz, bu umumiy kuchlanish, ya'ni elektr yurituvchi kuch deydi. Elektr yurituvchi kuch qisqartirsa EYK bo'ladi. EUK deyiladi. EUK desangiz esda qoladi. EUK. EUK da qisqasi. Elektr yurituvchi kuch. Elektr yurituvchi kuch deydi buni yoki EYK deydi, elektr yurituvchi kuch deydi. EUK bo'lyapti-ku, EUK deyiladi-da, o'qilishi EUK. K ni K deb o'qiymiz-ku. UK deysiz esda qoladi. To'g'ri, bu katta yer tashqi qarshilik, bu kichkina yer ichki qarshilik deyiladi. Yoki manbani qarshiligi deyiladi. Bu tashqi qarshilik, bu manbani ichki qarshilik yoki prosta tak sodda qilib ichki qarshilik deyish ham mumkin.
Nimaga bular aytyapman, hozir tushunib turaman. Bu bir zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni ekan, bu to'liq zanjir uchun Ohm qonuni ekan. Bu nima desa, zanjirning bir qismi uchun Ohm qonunini differensial ko'rinishi deydi. Shu savol kelib qolishi mumkin. Differensial ko'rinishi. Misol uchun mana V teng S taqsim T ku, o'zi asli differensial holatda bunday bo'ladi-da, ds taqsim dt bo'ladi. Differensial ko'rinishi. D differensial degani shu narsa, qiyin narsa emas. Differensial. J teng E taqsim ρ. E elektromagnit kuchlanganligi, ρ. Endi xo'p, buni birligini so'rabdi. Endi ertaga sizga nima bo'ladi? Bundan masalasini so'rab qolishi mumkin. Elektromagnit kuchlanganligini aytadi. 2 volt taqsim metr deydi. Solishtirma qarshilik deydi. 4 10 darajasi minus 8 deydi yo 7 deydi. Tok zichligini top deydi. Bo'ldi, 2 ni bo'lasiz 4 10 darajasi minus 8 ga. Bu minus 8 tepaga plus 8 bo'lib chiqadi. 2 10 darajasi 8 bo'ladi. Keyin 4 ga bo'lasiz. 2 ni 4 ga bo'lsangiz nima bo'ladi? 0,5 bo'ladi. 0,5 10 darajasi 8. Agar virgulni bu yoqqa suraman desangiz 5 deysiz, darajadan bitta kamayadi faqat. 5 10 darajasi 7 bo'lib ketadi. Yo nabarot tok zichligini va solishtirma qarshilikni berib elektromagnit kuchlanganligini top deyish mumkin. Ko'paytirar ekan mana 0 roji farqi yo'q. 0 roji. Qarang mana, o'zi tok zichligining formulasi I taqsim S da kelyapti, shundan ko'proq savol kelyapti. I ni nima deymizda? I ni U taqsim R degan formulasi bor dedik-ku. S plus asosiy kasr bu bo'lgani uchun R pastga tushib ketadi. U taqsim RS bo'lyapti mana. Uni Y ko'paytirilgan D degan formulasi bor. Y D desa bo'ladi, Y L desa bo'ladi. Qarshilikni esa mana buni ρ L taqsim S degan formulasi bor. Mana bu S, bu qarshilikning formulasi. Mana S mana. Buni 7 degan formulasi bor. U o'zi U teng 7 deydi. U 7 sen yemading, eslab qolasan. U teng 7, U 7. Sizga aytishim mumkin-da, qarang. Masofa 2 metr, elektromagnit kuchlanganligi 40 ga teng, kuchlanishni top desa, endi vobshe oson-da. Tushunib olish kerak prosta. Ko'paytirib qo'yasiz, bo'ldi. Shuning uchun men kecha sizga aytdim, fizikada fizikani umuman bilmaydiganlar uchun life hack bu. Fizikada aytaylik o'zi ikkita son keladi, shu ikkita son keladi. Ko'proq shuni ko'paytirib ko'ring. Ko'paytirganingizda 80 degan javob chiqdi. Masalan, shartni o'qimaysiz, faqat 2 40 degan sonlarni ajratib olasiz masalaning ichidan. Faqat sonlar. Mana misol uchun qarang. Mana masalan, shartini umuman o'qimaysiz, qaraysiz. 1 2 bor, 5 bor. Bunday izlab ko'rasiz, bo'ldi, boshqa son yo'q. Bo'ldi, 1 2 bilan 5 ni ajratib olasiz. Endi shuni ikkovini ko'paytirib ko'ring. 6, unaqa javob yo'q. Endi bo'lib ko'ring. Misol uchun 1 2 ni 5 ga bo'lsangiz, misol uchun necha bo'ladi? 0,24 bo'ladi. 2 4 unaqa javob ham yo'q. Endi kelib qolishi mumkin. Hozir men aytyapsiz-ku, hozir ekoni berib, uni so'rasa ko'paytma bo'lyapti. Ko'paytirib ko'ring, 80 bo'lyapti. 80 degan javob bo'lsa, shuni belgilab oling. Bo'ldi, faqat bunga to'liq ishonib qolmang. Bu umuman fizikasi nollardi. Prosta tavakkal urgandan ko'ra, men 1 ga A yoqyapti, 2 ga B yoqyapti, 3 ga S yoqyapti degandan ko'ra yoki bir tekis S'ni bosib stal baqib 7 ta, 8 ta chiqqandan ko'ra, har bir masalaga 1 minutdan vaqt ketadi, ketsa. 30 minut vaqt ketadi. O'zi bu tavakkalchi bo'lsa, u 3 soat vaqti bor uni. Nima qiladi? Sonlarni ajratib oladi-da, ko'paytirib ko'radi bir-biriga. Ko'paytirib ko'radi, 80 bor. Javobga qaraydi, o'sha javoblarga qaraydi, 80 bormi belgilaydi. Xo'p, 80 yo'q ekan, endi bo'lib ko'radi. 40 ni 2 ga bo'lib ko'radi, 20 chiqadi. Bor javobda. Bo'ldi, shuni belgilaydi. Ya'ni bitta ikkitasi to'g'ri chiqib qolish ehtimoli yuqori, ya'ni chiqib qoladi ham aniq. Bayda tavakkal ursa 7 ta chiqadi. Bu usul bo'yicha bir qarab ko'rsa, yarim soat vaqt ketadi, 10 ta chiqadi. 3 ta masala zo'r-ku, 2 dan 6 3 ball misol uchun. Grant kontrakt kirishini yo yiqilishga, kontraktga kirishini hal qilib qo'yishi mumkin. U 6 3 ekan, mayli, u bitta savolda 2 ball orqada eman, desetgachasi bor-ku, 0 Ana shu bilan bizni kursdoshimiz birinchi o'rin kontrakt o'qigan 4 yil. Tushunyapsizmi? Rosa alam qiladi bu odamga. Xo'p, bu 20-30 o'rinda bo'ladigan bo'lsangiz, siz aniqlar. Bemalol bunday bari yetmas ekanman deysa xotirjam bo'lasiz. Lekin birinchi, ikkinchi o'rinlarda kontrakt bo'lib qolsangiz, yana 0-1, 0-2 ballar bilan kontrakt bo'lib qoladigan bo'lsangiz, vobshe alam qiladi odamga. Luboy blogimdan, majburiyimdan ham bitta to'g'ri chiqib bergandan uchun majburiy ham 1 ball beradi-ku. Majburiyimdan ham bitta to'g'ri chiqib berganda ham grant bo'lib ketar ekanman. Essiz deydi, shu rosa alam qilib asabi buziladi-da.
Shuning uchun maksimal mana shunaqa usullardan ham harakat qilib ko'rish kerak. Ya'ni nima foydali narsa bo'lsa qo'llab ko'rish kerak demoqchiman. Bu ham foydali narsa. Tushundingizmi? Masalan, shartida aytaylik 3 ta son kelib qoldi. 3 ta son kelgan variantlari bormi masalan shartda? Men 5 bor, 50 bor misol uchun. Nima qildi? Ekonni ko'paytirib ko'rdi. 5 ni 50 ga ko'paytirdi. 250 yo'q. Bo'lib ko'rdi misol uchun 5 ni 50 ga bo'lib ko'rdi, 50 ni 5 ga bo'lib ko'rdi 10. Unaqa javob ham yo'q misol uchun. Endi xo'p, ba'zida chiqib qolishi mumkin deyapman. Har doim bu usul to'g'ri keladi degan emas. Juda ba'zi holatlarda kelib qoladi, to'g'ri kelib qoladi shu narsa. Mana misol uchun bu yerda nima bor? 8 bor. 8 ni o'zi ham bor, lekin bu xato javob. 2 ga ko'paytirganda 16 chiqadi. Endi to'g'ri kelib qolishi mumkin deyapman. 40 gradus. Misol uchun bu yerda 40, endi bu yerda bitta son borda faqat. Bu 80 bu yerda ham. 1 bilan 4 misol uchun. Qarang mana. 1 ga 4 ni qo'shib ko'ring. 5 yo'q. 1 dan 4 dan 1 ayirib ko'ring. 3 yo'q. 4 ga 1 ni bo'lib ko'ring. 4 bor. Endi 1 ni 4 ga bo'lib ko'ring. 0,25 bor. To'g'ri javob boya A javob dedik. Endi qarang. Buni bunga bo'lganingizda ham javob bor. Endi buni bunga bo'lganingizda ham javob bor. Ikkita javobim bor. Nima bo'ladi endi? Endi 50 ga 50 bo'ladi. Harna 4 tani ichidan tavakkal qaysini belgilayman deb o'ylangandan ko'ra 2 tani ichidan o'ylangan ma'qul emasmi? Ya'ni to'g'ri javob topishingiz 50% ga oshadi-ku. Bundan bo'ladi to'g'ri javob topishingiz 25% bunda. 4tovidan bittasi to'g'ri bo'lishi mumkin. Bunda ikkalasini A bilan D endi A bilan D ga o'ylanasiz-da, B bilan C ni chiqarib tashlaysiz. Yaratganim ol qulim deb sizni qalbingizga shu A ni sovoradigan bo'lsa, A ni belgilaydigan bo'lsangiz, ana sizga bitta bal yig'dingiz o'sha. To'g'ri javob bunda 1 ni 4 ga bo'lganimiz edi. Tushunasizlar? Shunaqa variantlar qilib ko'rish kerak. Ko'paytirib ko'ring, bo'lib ko'ring. Bir-biridan qo'shib ayirib ko'ring. O'shanda 30 tani ichidan bitta ikkita emas, ikkita uchta chiqib qoladi mana shunaqa. To'g'ri kelib qoladigan variantlar. Endi 50 ga 50 bo'lib qoladiganlar bo'lishi mumkin. Aniq to'g'ri kelib qoladigan bo'lishi mumkin. Men misol uchun ko'paytirdingiz mana 80 degan aniq javob bor. Bo'ldi, bosib yuborasiz shuni. Bo'lib ko'rganingizda 20 ku 20 degan javob ham yo'q. Ko'paytirganda faqat javob bor. Katta ehtimol bilan ana shu to'g'ri chiqadi. Shunaqa variantlarni ham qo'llab ko'rish kerak testda. Endi bu usul to'g'risi fizikasi nollar uchun. Fizikadan avvalo tayyorlanish kerak. Endi nima qilamiz endi? Tayyorlanmagansiz, yurgansiz, endi nima qilamiz? Endi shunaqa usullar bor. Har narsaga yordam. Mana uni isbotladikmi oxirigacha o'zi? Mana qolib ketdi, qarang. Bu S bilan S qisqarib ketadi, mana L bilan D qisqarib ketadi. Ikkovi bir xil narsa bo'lib qoladi. L bilan D ikkovi ham masofa. Shunda qarang, J teng Y taqsim ρ qolib ketdi mana. J teng Y taqsim ρ. Boyagi formula kelib qoldi. Y taqsim ρ. Formulaning isboti misol uchun. Birlik bu amper birlik, tok kuchini birligini yozib qo'yaman. I tok kuchi. Volt taqsim metr bu kuchlanish elektromagnit kuchlanganligi Y niki, bu tok zichliginiki mana bu. Bu 10 metr bu solishtirma qarshilik birligi. Bular so'rab qolishi mumkin, yodlab qo'ying mayli misol uchun. Keyingi safar mana shular birligi, misol uchun mana nimaning birligi, ya mana nimaning birligi deb qolishi mumkin. Mana nima ekan? Solishtirma qarshilik. Mana tok kuchi, elektr maydon kuchlanganligi, elektr maydon kuchlanganligi. Bu endi boya hozirgi masalamiz, tok zichligi. Delta phi bo'lingan delta kattalik o'lchov birligini toping. Qani birliklar kelyapti, o'rganib qo'yish kerak. Omega teng delta phi bo'lingan delta o'zi formula. Delta phi birligi radian. Bu burilish burchagi deydi, radian birligi. Vaqt u sekund endi mana. Radian taqsim sekund mana. Xo'p, bu metr taqsim sekund nimani birligi? Bu chiziqli tezlik v. Eslab qolyapsa, yozmayapman, videoni orqaga qaytarib nima dedi deb yozib olsangiz ham bo'ladi, to'g'rimi? Chiziqli tezlik. Radian, burchak, burilish burchagi. Mana uni birligi. Burilish burchagi. Radian taqsim sekund. Mana burchak tezlikniki, omeganiki. Radian taqsim sekund. Gerz chastotaniki bu. Chastota, gerz birligi. Yana qarang, birlikdan ko'p kelgan, qarang, oson. L delta bo'lingan delta. Elektr yurituvchi kuch degan formula bor. O'zi delta phi ni delta ga nisbati. Bu delta phi emas, bu boshqa. Bu mexanika deydi, bu elektrda, magnitda bu. Delta phi ni L delta I deb yoyish mumkin. L delta I bo'lingan delta T. Mana shu narsani bergan bizga. Demak, bu elektr yurituvchi kuchning birligi bu volt, bu kuchlanish. Volt bo'lar ekan. Demak, mana B javob bo'lar ekan. Amper baytma tok kuchi bu, tok kuchi. Watt bu quvvat mana P bilan belgilanadi yoki N bilan belgilanadi, quvvat. Genri nima desangiz, ana shu Genri boyagi induktivlikni birligi, mana L da birligi Genri.
Nomini bildingizmi? Induktivlik. Induktivlik. Eslab qolasiz. Birligi Genri. Xo'p, mana uni birligi nima? Magnit oqimini birligi nima desangiz, Fni birligi. Weber olam ranglari deb kraskani reklama qilardi, bilasizmi? Rahmatli o'tib ketdi-ku bitta aktyorimiz. Kim edi? Murod Rajabmi yo'q? Qaysidir bittasi. Ulfatlarda o'ynagan u odam. Weber olam ranglari magnit oqimini birligi. Xo'p, sizga B ni birligini so'rayapti. B ni birligi Tesla. Tesla'ni Elon Musk'da Tesla elektromobillar eslab qoling. Birligi Tesla, induksiya bu. Magnit maydon induksiyasi birligi Tesla ekan. Qiymasiz Fi birligi Weber. Yoki sizga aytishim mumkin, B ko'paytirilgan S deyishim mumkin. Shu Fi'ni formulasi bor-ku. Fi'ni formulasi BS da. Endi sizga Fi bermaydi-da, ular salgina qiyinlashtiradi. B ko'paytirilgan S formulani yoki kattalikni birligi nima deydi? B ko'paygan S ni birligi nima deydi? B ko'paygan S ni birligi Weber ekan. Yoki qarang, men shuni o'zidan bergan bo'lishim mumkin. Bu magnit oqimi bo'lyapti Weber. Yoki mana Tesla ko'paygan metr kvadrat deydi. Shuni o'zidan kelib chiqqan bo'lishim mumkin. Buni birligi Tesla, mana yuzani birligi metr kvadrat. Tesla metr kvadratdan bo'lishi mumkin, Weber ham bo'lishi mumkin. A javobda Weber, B javobda Tesla metr kvadrat. Yo'q, kelmaydi unaqa. U ikkalasi ham to'g'ri chunki. Agar unaqa keladigan bo'lsa, C javobda nima deydi? A va B javoblar to'g'ri deb kelish kerak. Chunki ikkalasi ham to'g'ri. Keyin yoki sizga aytadi, L ko'paygan delta I ni o'zini so'rashi mumkin. Yoki L ko'paygan I ni o'zini, ikkalasi ham deyarli farqi yo'q. Buni ham birligi. L ni birligini ko'rdingizki, Genri, buniki amper. Genri ko'paygan amper deb shuni o'zidan kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Yoki buni ham birligi Weber. Nega desangiz, chunki boyagi magnit oqimini birligi Weber dedik-ku. Shu magnit oqimining ikki xil formulasi bor. Li degan formulasi bor, I BS degan formulasi bor. BS. Demak, qarang. Li ni birligini top desak, Weber bo'lishi mumkin. Yoki buni o'zidan kelib chiqqan bo'lsa, Genri amper deydi. Weber yoki Genri amper. Xo'p, buniki ham Weber yoki Tesla metr kvadrat. Bu Tesla, bu metr kvadrat yoki Weber deydi buniki ham. Weber. Qiynmasmi? Birliklar bilan ishlab qo'yishingiz kerak. O'zi deyarli bunday narsa ko'p. Misol uchun mana qarangda, amper metr tok kuchini o'lchaydi-ku. Amper metr tok kuchini o'lchaydi, birligi amper A. Voltmetr mana. Voltmetr tok kuchini kuchlanishni o'lchaydi-ku, birligi volt mana. V. Keyin quvvat birligi wattda. Wattmetr o'lchaydi, quvvatni birligi watt. O'lchash asboblarini ham so'rab qolish mumkin. Tok kuchini birligi amper bo'lgani uchun amper metr o'lchaydi. Kuchlanish birligi volt bo'lgani uchun voltmetr o'lchaydi. Quvvatni birligi watt bo'lgani uchun wattmetr o'lchaydi. Birligini orqasiga metr qo'shib yuborsa, o'sha o'lchov birligi, o'sha o'lchaydigan qurilmaning nomi kelib chiqadi. Ko'p holatlarda. 20 ga qarang. Tebranayotgan ismning tenglamasini yozamiz. Demak, mana harakat tenglamasi yozildi. X teng 0.06 sinus 8 pi t. Bu jism 3.6 metr masofani necha sekundda bosib o'tadi? Yurgan masofasi 3.6 metr va necha sekundda bosib o'tadi degan savol kelibdi. Xo'p, qiyin savol emas bu, qarang. Demak, sizga tebranish tenglamasini to'liq tushuntirib yuborishimiz kerak ekan. X teng x nolavoy sinus omega t yoki x nolavoy kosinus omega t keladi. Sinus kosinus farqi yo'q, ikkalasi ham tebranish tenglamasi. Endi x o'rniga, mana bu o'rniga nima kelishi mumkin desangiz, x teng katta a harfi kelib qolishi mumkin. Ya'ni x nolavoy yoki amplituda ikkalasi ham farqi yo'q. Sinus omega t x teng a kosinus omega t farqi yo'q ikkalasi. Qarang, bu amplituda nima? X nolavoy. Sizga tushuntirganmiz buni o'tgan darslarda. Yo'q, buni o'tgan darslarda tushuntirmadik. Buni yopiq guruhimizda tushuntirdik, ekspertda. Batafsil tushuntirildi mana shu. Qarang, imtihonda eng ko'p tushadigan mavzular dedikda, top mavzular tushuntirdik. Bu mavzu bor edi, batafsil tushuntirilgan. Mayli, qisqacha tushuntiramiz endi bu yerda ham. Mana muvozanat vaziyati. Jism mana shu ikki xil variantda muvozanat tebranishni boshlashi mumkin. Yo chekkadan boshlaydi, yo o'rtadan boshlaydi. Ya'ni o'ziga qo'yib bersangiz, o'rtada tinch turadi-ku, mana bir ipga osib qo'ygansiz, bitta jismni, og'irroq jismni ipga osib qo'ygansiz, patologga mana. O'ziga qo'yib bersangiz, bu yerda turadi. Endi bu yerdan bitta tepdingiz.
Bitta tepdingiz, u mana bu yoqqa chiqadi-da, mana bunday chiqib orqaga qaytadi. Orqaga qaytib, xuddi mana shuncha tomonga o'tib keta oladi bu tarafga. Undan ko'pga ham emas, kamga ham emas. Ya'ni qancha bu yoqqa chiqqan bo'lsa, qaytib yana shuncha bu yoqqa chiqa oladi. Energiya saqlanishi shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Bu qanaqa variant desangiz, endi buni bunday ushlab turibsiz chekkada. O'ziga qo'yib bersangiz bitib turmaydi-ku bu. Mana yerda turadi. Ushlab, ne chekkaga olib chiqasizda qo'yib yuborasiz, bo'ldi, ketdi, tebranish boshlanadi. Hamda bu chekkaga o'tadi-da, mana bu yoqqa o'tib, keyin yana orqaga qaytadi. Mana o'rtada. Mana bu keyingi chekka mana bu. Yana xuddi shunday. Necha gradusdan qo'yib yuborgan bo'lsangiz, bu tomonga shuncha gradusgacha ochila oladi. Endi men yerda ham tushuntirib ketaman. Agar siz muvozanat vaziyatidan bir tepgan bo'lsangiz, ya'ni muvozanat vaziyatidan tebranish boshlanib ketgan bo'lsa, tenglamada sinus bo'ladi. Ya'ni x teng x0 sinus omegati mana shuniki. Agar chekkadan tortib qo'yib yuborgan bo'lsangiz, uniki mana bu bo'ladi, kosinus. Ya'ni muvozanat vaziyatidan emas, chekkadan harakat boshlangan bo'lsa, tebranish tenglamasi kosinus qonuniga bo'ysunadi, ya'ni. Uni tebranish kosinusda ketadi. Endi men x0 nima desangiz, ne turibdi? Bitta tepdingiz qanchaga chiqa oldi chekkagacha? Ana shu masofa, hamda yurib o'tgan masofa x0. Endi siz baribir men yerda turgan bo'lar jism. Bunday tortib, mana o'rtada turgan jismni bunday tortib bu yoqqa olib chiqdingiz-ku. O'sha qanchaga olib chiqdingiz muvozanat vaziyatidan chekkaga qanchaga olib chiqdingiz? Shuningizda bunday turgan jismni bunday tepaga olib chiqdingiz. O'sha qanchaga olib chiqdingiz? Mana uni bunday ko'tardingiz tepaga qarab. Ana shu ham x0 bo'laveradi. Ya'ni bu amplituda deyiladi. Tebranish amplitudasi deydi yoki muvozanat vaziyatida, mana bu yer muvozanat vaziyat. Buniki ham muvozanat vaziyati bu yer, buniki ham mana bu yer. Muvozanat vaziyatidan eng maksimal siljishgacha bo'lgan masofa. Ya'ni muvozanat vaziyatidan eng chekkagacha bo'lgan masofa desangiz ham bo'ladi. Mana shular qisqasi. Endi bir davr nimaligini ko'rib chiqishimiz kerak biz sizlar bilan. Bir davr degani, mana qarang, mana tebranyapti-ku mana. Mana bunday tebranyapti. Xuddi mana shunaqa narsa hozir bu. Men yerdan boshladi, mana misol uchun bunisini ko'raylik, kosinusini ko'raylik, chekkada turibdi. Men yerdan boshladi. Bunday keladi o'rtaga, bu chekkaga o'tadi, yana orqaga qaytadi-da, yana men harakat boshlagan joyiga keldi. Qaytaraman. Mana shu start o'rta, nargi chekka, yana o'rta, yana qaytib keldi joyiga, startga qaytib keldi. Ana shu narsa bir davr bo'ladi. Ya'ni harakat qayerdan boshlagan bo'lsa, yana shu joyiga qaytib kelishi bu bir davr bo'ladi. Bir davrda u 4 ta x0 yuradi. Nimaga? Mana qarang. Mana bu yerdan bu yerga kelishi bitta x0. Bundan bu tarafga o'tib ketishi yana bitta x0. Orqaga qaytib kelishi yana bitta x0. Mana bu yerga yetib borishi yana bitta x0. Demak, bir davrda 4 ta x0 yurar ekanmi? Mana. Tushundingizmi? Bir davrda u 4 ta x0 yuradi. Davr nimaligini bildingiz-a? Mana shu yerga yana qaytib kelguncha ketgan vaqt mana bir borib, bir qaytib keladi mana. Mana 0 0.25 0.5 0.75 1 mana. 0 dan 1 gacha bitta davr bo'ldi. T taqsim 4 deydi, T taqsim 2 deydi, 3T taqsim 4 T deydi. Qisqasi shu, bir davr mana shu. Endi biz tenglamaga qaraymiz. Bizda x0 nimaga teng? Mana ajratib olamiz. x0 amplitudamiz 0.06 ga teng. Mana shu birinchida turgan son ilk amplituda bo'ladi. Qarang, sinus bilan t ni orasida nima turar ekan? Kosinus bo'lsin, sinus bo'lsin farqi yo'q. Mana bu bilan t ni orasida nima turar ekan? Mana shu nima ekan? Omega turar ekan, ko'ryapsizmi? Qolib mana unda, bundan buni bilyapmiz. Omegani ajratib olaman. Omega 8pi ekan. Omegani qanday davrga bog'layman? 2pi taqsim t degan formulasi bor omegani, davrga bog'langan varianti. Bu 8pi ga teng bo'lyapti mana. Pi bilan pi ketdi, 2 bilan bu ketdi. Ya'ni 1 taqsim 4 teng, 1 taqsim t uzr, 1 taqsim t teng 4 bo'lib qoladi. 2 bilan 8 qisqarsa bu yoqda 4 qoladi-da. Endi bu ikkasining joyini almashtiramiz. Proporsiya bu t-miz 1 taqsim 4 chiqyapti. T 1 taqsim 4 ekan. Ya'ni davrimiz 0.25 sekund ekan. 0.25 sekundda bir borib qaytib kelar ekan mana bu yerga. Endi stop deymiz. U nechidir marta borib kelganki, общий 3-6 metr yo'l yurdi deyapti. Qarang, bu jism 3-6 metr yo'lni, masofani necha sekundda bosib o'tadi. Amplitudasi 0.06 mi? Endi shu bir davrda 4 ta amplituda yurar ekan, to'g'rimi? U o'sha 4 ta har borib kelgan paytda 4x0 bo'lib
u nechidir marta borib kelgan paytda yig'ilib 3-6 metr bo'ladi-da. Nima qilasiz qarang. 3-6ni bo'lasiz 0.06 ga, ya'ni boyagi amplitudaga bo'lasiz. Ya'ni o'sha 3.6 metr nechta amplitudani bosib o'tishidan hosil bo'ldi, shuni bilishimiz kerak-da. Nechta amplitudani yurdi, shuning uchun 3.6 bo'ldi, shuni bilmoqchimiz. Endi vergul suramiz qarang. Buni 36 desam, buni ham bitta vergulni so'raman, 0.6 bo'ladi. Bu verguldan qutulish uchun yana bitta 360 deyman, bu 6 bo'ladi. Demak 60 ta bo'lar ekan. Bu nima bo'ldi qarang? 60 ta amplitudani yurgan ekan, ya'ni 60 ta masofa 60 ta amplituda 3-6 metr masofani beribdi bizga. Endi qarang, u bir davrda 4 ta amplituda yuryaptimi? Tushunib olaylik, qiyin narsa emas qarang. U 0.06 amplituda-ki, o'shandan 60 ta yursa, 0.06 dan 60 tasi 3.6 bo'lar ekan. Xo'p, endi qarang, 60 ta amplituda uni nechta davriga to'g'ri keladi? Bitta davr 4 ta amplituda bo'lgandan keyin, endi 60 ni bo'lasiz 4 ga. Demak, 15 ta davr bo'lar ekan. Aytyapman, bitta davr 4 amplituda. 15 ta davr ekan. Bizda davr nech chiqdi? 0.25 chiqdi. Ko'paytiring endi 15 ga. 15 ko'paygan 0.25 degani 1/4 desangiz ham bo'ladi. Ya'ni 15 ni 4 ga bo'lishingiz kerak. 15 ni 2 ga bo'lsangiz 7,5 bo'ladi. 7,5 ni yana 2 ga bo'lsangiz 3.75 bo'ladi. Bizda mana bu javobda bor. Ko'ryapsizmi? 3.75 sekund vaqti ketgan ekan mana shu narsani yurishga. Demak, buning ichida har xil taxminiy variantlar ham ketdi menimcha. Sizga amplitudani berib, mayli bitta bir ikkita masala tuzib yuboramiz, qarang. X teng x 0 masala qilib ketamiz. X teng 5 sinus 20 pi t. Undan birligi metr. Endi sizga aytadi, 5 ta davrda deydi, 5 ta davr mobaynida u deydi, qancha yo'l yuradi deydi. Xo'p, bundan bizga mana bular hech qaysi kerak emas, faqat amplitudani ajratib olaman. Mana x 0 amplituda ekan. Siz o'sha tushundingiz. Bir davrda u 4 ta x 0 yurishini tushundingiz. U aytayapti 5 ta davr deyapti. Demak 5 ga ko'paytirib oling endi shuni. 20 ta x 0 bo'lar ekan. Bo'ldi, mana x 0 5 mi bizda? 20 ko'paygan 5. 100 metr yurar ekan deysiz, to'g'ri javob topib ketaverasiz. Tushundingizmi? Endi mana shu tenglamani berib sizga aytish mumkin, chastotani top deydi. Bo'ldi, mana ham kerak emas sizga. Endi mana buni anaqa ishlatamiz biz. Chunki aytdik-a, mana bu omegaga teng bo'lishini bildingiz. Omega teng 2 pi nu deymiz. Omeganing joyiga mana 20 pi ni qo'yapman. 2 pi nu mana. Pi bilan pi qisqarib ketsin. Bu 20 bu yoqda 2 qoldi. 2 ham bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi, 10 chiqyapti. Mana chastotasi 10 ekan. Xo'p, davrini so'rasangiz shunda, davr chastotaga teskari-ku. 1/10 deysiz. 0.1 sekund ekan davri misol uchun. Qiyin emas, a? Yo'q, qiyin emas. Endi x teng 4 kosinus 12 pi t. Endi qarshisiga santimetr deb yozib qo'ygan. Endi sizga savol beryapti. 20 ta davrda necha metr yo'l yuradi? Necha metr yo'l yuradi? Qani toping shuni, bitta pauzaga qo'ying videoni, men ham pauzaga qo'yib bir choy ichib kelay. Xo'p, topdingizmi? Ana endi men ishlagan bilan solishtiramiz. Qarang. Amplitudani ajrataman. Amplituda 4 ga teng ekan, x 0 4 ga teng ekan. Tushundingiz? Bitta davrda u 4x 0 ni yurar ekan. Ya'ni bitta davrda u 16 ni yurar ekan. Bizda nima bor? 20 ta davr bor. 16 ga 20 ni ko'paytiring. Nima bo'ladi bu? 320 nima bo'ladi? Metrmi, santimetrmi? 320 degan javob bo'lsa, 320 belgilasangiz tamom. Mana bu birliklar bilan ishlashingiz kerak. Baraka topib ko'r, qarang. Bundayda akalar. Mana bu narsaga e'tibor bermasangiz, ishlagan masalangizni xato belgilab qo'yasiz-da. 320 shuncha ishladingiz, bildingiz, tushundingiz, vaqtingiz ketdi. Bitta mana bunga e'tiborsizlik qildingiz, ketdi, pishdi hammasi. Xato. Uni tavakkal belgilagani bilan farqi bo'lmay qoldi. Tavakkalchi bilan farqi bo'lmay qoldi sizda. Mana bu birlik santimetrdami? U degani mana bu 4 mana bu 4 metr emas, bu 4 santimetr degani. Bu 16 ham santimetrda chiqdi degani. Bunga ham ko'paytiryapsiz, bu 320 bu santimetr degani. Ular necha metr deb bergan masalani. Necha santimetr yo'l yuradi deb masalani shartini, ya'ni masalani savolida santimetrda so'raganda edi, 320 to'g'ri bo'lardi. Lekin ular metrda so'radimi?
Endi santimetrdan metrga o'tish uchun nima ish qilinadi? 100 ga bo'lib yuboriladi. Mana metrga o'tadi shunda. Demak, 100 ga bo'lsangiz 3/2 bo'ladi. Javob 3/2 ekan. 320 emas ekan. Agar santimetrda bo'lganda, mana 320 bo'lardi. Xo'p, xuddi shu masala, qarang o'zgartiraman. Mana tenglamani oxiriga metr deb yozib qo'ygan, lekin sizdan santimetrda so'ragan. Endi nima bo'ladi? Bu o'zi 4 metr ekan, javobini santimetrda so'ragan. U 320 metr chiqadi endi sizda. 320 metr chiqadi. 320 metr. Endi ular santimetrda so'ragan-ku. Endi siz metrdan santimetrga o'tmoqchisiz. Nima qilasiz? Endi 100 ga ko'paytirasiz. Boy bo'ldingiz-ku. Santimetrdan metrga o'tish uchun 100 ga bo'ladi. Yani metrdan santimetrga qaytish uchun ko'paytiradi. Endi 320 ni siz 100 ga ko'paytirib yuborasiz. Nima bo'ladi? 32,000 santimetr bo'ladi. Ana shunaqa joylariga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Keyin bu tenglamada yana qanaqa variant bor? Endi mana oson. Mana qarang, 45 milliamper necha amper? Bayatdimi? Millida kelsa, uni bo'lasiz mingga. Liboy milliamper, millinewton farqi yo'q. Mingga bo'ling. U o'sha newton bo'lsin, amper bo'lsin, paskal bo'lsin, o'shanga o'tadi mana. Millisida kelsa, mana millisida kelsa mingga bo'lasiz. 45 ni mingga bo'lsangiz, mana javob, ha? Ayo, nabarot 45 amper necha milliamper deganda edi, endi bu mingga ko'paytirardingiz. 45 ming bo'lib ketardi misol uchun. Endi bu masalada men 20 dan yana qanaqa variant bo'lishi mumkin desangiz, mana bunaqa variantlar bo'lishi mumkin. X teng 12 sinus qarshida 10 pi t plusdan pi taqsim 3 deb qo'yamiz misol uchun. Mana shunaqa variant kelsa nima bo'ladi desangiz, o'zi aslan nima bo'ladi? X teng x nolavoy sinus yoki kosinus farqi yo'q. Sinus qarshida omega t plus fi nolavoy degan formula bor o'zi. Bu fi nolavoy nima desangiz, boshlang'ich faza. O'zi aslida kelib chiqishi bundayda, x teng x nolavoy sinus fi dan kelib chiqqan. Fi ni nomi faza. Fi ni nomi faza. Fi nolavoyning nomi nima desangiz, qarang. V tezlik, men e'tibor beringda. V tezlik, v nolavoy boshlang'ich tezlik-ku. Xuddi shunday fi faza, fi nolavoy boshlang'ich faza. Qiymasa, boshlang'ich faza. Endi sizga berish mumkin-da. Qarang, mana tenglamani beryapti-da, boshlang'ich fazasini top deyapti. U yerda 12 ham bor, 10 pi ham bor, pi taqsim 3 ham bor. Uni olaman, buni olaman, buni. Mana uni olasiz. Boshlang'ich faza qavsning ichida oxirida qo'shib qo'yilgan variantdagi narsa boshlang'ich faza bo'ladi. Boya tepada unaqa narsalar yo'q-ku. Prosta tak sinus 10 pi t edi-ku. Unda boshlang'ich faza 0 ga teng edi-da. Boshlang'ich faza 0 bo'lsa bo'ldi. 12 sinus 10 pi t tugaydi. Mana u bo'lmaydi. Qavs ham bo'lmaydi unda. Prosta tak sinus 10 pi t bo'ladi. Tamom. Mana bunaqa variantlarni ham tushunib qo'ying demoqchiman. Bundan masala keldimi? Bunaqa kelib qolishi mumkin. Mana demak boshlang'ich faza bo'lar ekan. Lekin boyagi amplitudaga, davrga, yurgan yo'lini topishga u hech qanday anosi yo'q. Buni ahamiyati yo'q. Pi taqsim 3. Mana shu savol, men birlikning oxirida metr deb berib qo'yaman, mayli. Santimetr emas, metr. Demak, amplitudasi 12 santimetr emas, 12 metr degani bu. Boshlang'ich fazasini toping dedi. Bir boshdan tahlil qilamiz. Fi nolavoy boshlang'ich fazasi demak pi taqsim 3. Amplitudasini toping dedi. X nolavoy 12. Burchak tezligini toping dedi. Omegani toping dedi. Burchak tezligi ham deyish mumkin. Omegasi 10 pi mana. Chastotasini toping dedi. Merga rangini o'zgartiring. Chastotasini toping dedi. Chastota desa sirazu o'sha omegani 2 pi nu ga tenglab olasiz. Omegamiz 10 pi mi bizda? T'si kerak emas. Mana buni o'zini olasiz omega qilib. Omega buni o'zi. 10 pi teng 2 pi nu deysiz. Pi bilan pi qisqaradi. 10 teng 2 nu bo'lyapti. 2 bu yoqqa bo'lish bo'lsa, chastotasi 5 ekan demak. Davrini topingchi degan bo'lsa, davr chastotaga teskari 1 taqsim 5 bo'ladi. Bu 0,2 sekund chiqadi misol uchun. Chastotasi 5, davri 1 taqsim 5 teskari. Omegasi yoki burchak tezligi. Omeganing nomini aytganman, qarang. Buni ham o'tgan test yo'q, yopiq guruhimizda aytgan ekan. Bu to'liq mavzusi o'tilganda buni. Omegani qanaqa nomlari bor desa, omegani burchak tezlik deyish mumkin. Burchak tezlik yoki siklik chastota deydi. Siklik nomi ko'p, qarang, e'tibor bering. Aylanma,
siklik, aylanma, burchak, doiraviy. Doiraviy. O'zi aylanmaga o'xshayapti-ku, aylanma, doiraviy ikkovi yaqin bir-biriga. Demak, mana shuni qarang, necha xil nom bor? Burchak tezlik deyish mumkin va chastota deb 4 xil variantda berish mumkin. Siklik chastota, aylanma chastota, burchak chastota, doiraviy chastota. Qaytaraman, muhim narsa. Mana bu 10p ni o'zi, t'si kerak emas. 10p ni o'zini 5 xil varianti bor. Bu 10p burchak tezligi ham deyilishi mumkin. O'zi burchak tezlik bo'lib kelishi mumkin. Yoki siklik chastota, aylanma chastota, burchak chastota, doiraviy chastota deb kelishi mumkin. Eslab qolasiz. Ketdimi bu 10p? Davr ketdi. Boshlanish mana shuni tahlil qilyapmiz. Mana shu masalani to'liq obzor qilyapmiz. Ya'ni nima bor? Buning ichidan nima savollar berish mumkin sizga? Ketdi bular hammasi, ketyaptimi? Xo'p, boshlanish faza bu yoki. Endi faza desa-chi, fazani toping desa. Faza qavsnichi bo'ladi, to'liq qavsnichi faza bo'ladi. 10pt plus p taqsim 3. Plus qo'shilgan, ya'ni plus bo'lib turgan narsani o'zi boshlanish faza bo'ladi. Qavsnichi to'liq hammasi faza bo'ladi. Chunki boya sizga aytdim mana. X teng x0 sinus phi o'zi aslida. Sinus phi ni yo phi ni omega t deb yoyadi. Agar boshlanish fazasi bo'lsa, omega t plus phi 0 bo'ladi. Demak, fazani o'zi umumiy ko'rinishi omega t plus phi 0 ekan. Faqat ba'zi holatlarda phi 0 bo'lmaydi. Shuning uchun phi teng omega t bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Demak, hozir bu yerda fazani top desa, mana buni общий qavsichi to'liq bo'ladi. Boshlang'ich faza desa, mana uni o'zi bo'ladi. Siklik chastota desa, mana uni o'zi bo'ladi. Amplituda desa, mana uni o'zi bo'ladi. Bu siklik chastotada nimalar topish mumkin ekan desa, chastota bilan davrni topish mumkin ekan. Tushunyapsizlar? Tez gapirmayapman-a menimcha. Tushunyapsiz? Endi bir davrda yurgan yo'li desa, tushundingiz. 4 ta x0 bo'ladi. Bir davrda, demak 48 metr yo'l yuradi. Mana amplitudaning 4 tasini yuradi. Yana bitta narsa qoldi, o'rtacha tezligini toping deydi. O'rtacha tezlik degani o'sha bir davrda yurgan yo'lini davrga nisbati. Mana bir davrda qancha yo'l shuni hisoblab olamiz, qarang. 4 ko'paygan 12, davri qancha chiqdi? Boya 0,2 chiqdi. Rosa kichkina chiqdi, 0,2. Tepa 48, past 0,2 bo'ladi. Endi 48 0,2 ga bo'lsangiz, 48 ni 5 ga ko'paytirgan bilan bir xilda 240 bo'ladi menimcha. 240 o'rtacha tezligi shunaqa ekan. Qarang. Bir davrdagi o'rtacha tezligi desam, 10 davrdagi desam, 40 davrdagi desam, ya'ni mana shu tebranish masalasida, mana shunaqa garmonik tebranishda o'rtacha tezlik desa, u qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar mana shu formula bo'ladi. 5 ta davrdagi o'rtacha tezligi desa ham shu, 3 ta davrdagi desa ham shu, bitta davrdagi desa ham mana shu bo'laveradi o'rtacha tezligi. Umumiy formulasi mana shu. O'rtacha tezlikning formulasi shu. Qiyin emas-a? Eslab qoldingiz-a? Demak, kelsa har xil variantini qildik, mana shulardan keladi. Kelsa boshqacha variant kelishi. Bu savollar oson-ku, osonlari mana shuda. Endi qiyinlashtirsa boshqalar kelishi mumkin, lekin osonlarini hammasini tushuntirib berdim. O'rtacha tezlik tushundingiz-a? Tebranyapti, boya tenglamani beradi. O'rtacha tezlik top deydi. Boya omegani ajratib olib, undan 2pi ni yo'q qilib chastotani topasiz, davrni topasiz. Mana tenglikdan keyin turgan narsa o'zi x0 bo'lar ekan. Mana bu formulani eslab qoling. 4x0 bo'lingan t, t davr bu yerda. 45 tushunarli, milliy, mikrolar o'sha qancha menimcha tushunarli bo'ldi. 22 ga qarang. Sxema 3 ta parallel tarmoqda. Qarang, bu mavzuni ham tushuntirib berganman-da, ekspert yopiq guruhimizda. Qarshiliklar, kondensatorlar, to'liq har xil variantini tushuntirib berganman. Soddalashtirish, ketma-ket, parallel, aralash, ulash hammasi tushuntirilgan. Ya'ni nimaga bu narsalar har yil testda ko'p tushgani uchun tushuntirib berilgan bu narsalar. 3 ta parallel tarmoq kelyapti. 3 ta parallel tarmoq. Bittasida bitta kondensator, ikkinchisida 2 ta kondensator bor ekan. Keyingisida 3 ta kondensator ketma-ket turgan ekan. Mana shunaqa variant qilib berdi. Bunaqalarni sochib tashlaydi bu yopiq guruhdagilar. Osti juda oson bo'lib qolgan bular, tushuntirganmiz. 3 ta ketma-ket ulangan. A va B nuqtalar, ya'ni bu A nuqta, mana bu B nuqta deyapti-da. To'la sig'im 12/1. Umumiy sig'im 12/1. Hammasini kondensator sig'imi bir xil. S qiladi. Xo'p, ketma-ketda aytganmiz. Ketma-ketda bu qarshilikka teskari. Ketma-ketda bir xil bo'lsa, soniga bo'lamiz. Bu S taqsim 3 bo'ladi, umumiysi. Bu nima bo'ladi? S taqsim 2 bo'ladi, umumiysi. S taqsim 2 bo'ladi. Bu S.
Ana endi parallelda oddiy qo'shamiz shuni barini, mana pastdagi s taqsim 3 ni, s taqsim 2 ni va s ni umumiy qo'shamiz. Shuni ular 12/1 deb beryapti bizga. 12/1 mana. Umumiy maxraj bergan. Umumiy maxraj 6. 6 bo'lganidan keyin bunga 2 tadan, bunga 3 tadan, bunga 6 tadan. Xo'p, necha bo'ladi? 11 bo'ladi. 11 s taqsim 6 bo'ladi, teng 12/1. Bizdan o'sha s ni so'ragan, bitmay aytgan. Har bir kondensatorning sig'imini toping degan. S teng bo'lyapti 12/1. Bu proporsiya bo'lib 6 tepaga ko'payadi, 11 pastga bo'lish bo'lib tushadi. Qarang, sizga bitta tezkor hisoblash usuli. Surat maxraji bitta 10 ko'paytira oladi, tepa 121 bo'ladi. Ko'paygan 10 bo'ldi. Qarang mana. Verguldan qutulish uchun surat maxrajiga 10 ko'paytirdim. Bu vergul yo'qolib, mana 10 pastda turibdi. Endi 121 11 ga bo'linadi-ku, 10 bitta bo'ladi. Mana yerda 11 qoladi. 11 ko'paygan 6 bo'lingan 10. Bu 66 bo'lyapti. 66 ni 10 ga bo'lsangiz 6/6 bo'ladi. Mana javob. Osongina ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, kalkulyatorım yo'q-ku, unaqa buni. Yo'q, mana hisob-kitob qilsangiz bo'ladi. Ya matematika endi aytyapman-ku, mana shu yerdan keyin men ishim tugaydi. Mayli, sizga yordam, poddeshka qilyapmiz-da, mana hisob-kitobini aytyapmiz. Demak, siz ekspert guruhida bo'ladigan bo'lsangiz, tepaga chiqasiz. Adashmasam, fizika bo'yicha 3-yo 4-chi dars. Kondensator, qarshilik, soddalashtirish. Ko'rasiz o'sha darsni. O'zi 2 ta dars bo'lgan, 2 tami 3 ta dars bo'lgan. Batafsil bu mavzular bo'yicha sizda problema qolmaydi, o'shani ko'rib chiqasiz, bo'ldi, tamom. Ya'ni buni har xil variantini qilaman desam, juda ko'p variant. Buni o'ziga hozir men 1 soat vaqt sarflashim kerak. O'sha yerda va yopiq guruhimizda ko'rsangiz turibdi kondensator, hammasi turibdi. Alohida bunga vaqt sarflamaymiz. 80 metr o'ngga, keyin qarama-qarshi tomonga yurdi. Jismning ko'chishi, oho, ana qarang. O'ngga, keyin qarama-qarshi tomonga. Birinchi o'ngga yurgan bo'lsa, mana-da. Mana 80 metr bu yoqqa yurdi, keyin qarama-qarshi degani orqaga burilib bu yoqqa yurgan bo'ladi-da. Ko'chish degani qarang, harakatni boshlagan joy bilan oxiri to'xtagan joyning orasidagi masofa. Qarang, harakatni bu yerdan boshladi. Bu yerda to'xtatdi. 80 metr oldinga yurdi, 30 metr orqaga qaytdi. Ko'chish degani o'sha ikkalasining orasidagi masofa. Demak, yana joyiga qaytib kelsa ko'chish 0 bo'lar ekanda, ha, 0 bo'ladi. Chunki 10 metr oldinga, yana 10 metr orqaga bo'lsa, ko'chmagan hisoblanadi. Siz Samarqandga bir borib kelsangiz, ko'chmagan hisoblanasiz. Aytaylik, Jizzaxdan Samarqandgacha 120 kilometr. 120 borib, 120 qaytasiz, sizning yo'lingiz oshib boraveradi. Yo'l 240 bo'ladi, lekin ko'chish 0 bo'lib qoladi, joyiga qaytib keladi. Hozir bu yerda yo'li deyapti. Yo'l desa 80 ga qo'shamiz 30 ni, yo'li 110 bo'ladi. Ko'chish desa 80 dan 30 da ayirib tashlaymiz, yo'li 50, ko'chishi 50 bo'ladi mana. Xo'p, vaqtimiz 1,5 soat bo'libdi. Shu yerda yakunlab boramiz. O'zi bu yerda 43 ta masala bor ekan. Keyingilarda takrorlanganlar bor yoki yana bitta dars qilib uni chiqarib yuboramiz qolganini. Tushunyapsizlar, fiziklar, umuman qo'rqishga hojat yo'q. Bu yil aytayapman, har yilgidan oson savol kelyapti. Nimaga bilmadim, u omadlaringiz kelib qoldi. Ishlash kerak. Tavakkalchilar ham urib chiqsa bo'ladi. Fizikadan ozroq tayyorlangan bo'lsangiz, mana ular boshida o'tiladi-da, mana u ko'chish, bu narsalar. Mana ular juda sodda narsalar. A darajadagi savollar bular. B, S, u boshqa paytlari S darajadagi savollar tushardi imtihonlarda, qiyin savollar. Bu A darajadagi savollar, oddiysi, birinchi darajadagi savollarda. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Duxni beton qilib bemalol kirib ketavering anoga. Testga. Hali bitta qizcha aytadi, tilimdan g'ildiragi chiqib ketdi deydi Instagramda. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. Hammani Alloh o'zi qo'llasin. Grant kirish nasib qilsin hammalaringizga. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin barchalaringiz bilan.